Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yerida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salom va rahmati bo'lsin. Iroda ikram xush kelinglar. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun diqqatingizga oldingi hafta taqdim qilgan matematika dunyosiga cho'ng ta'sir ko'rsatgan musulmon matematiklar haqida uchur bergan edik. Uningki davomini, uzrab ketganligi uchun davomini bugun anglaymiz. Oldingi qismi Facebook va YouTube adresimizda bor. Shu qarasanglar inshaalloh topa olasiz. Leksiya listasida. Bugun shu programmning davomini inshaalloh anglaymiz. Ekranimizda to'liq adres aqdim bor. Assalomu alaykum, xush keldingiz. To'liqqa assalomu alaykum. Ovoz bormi? Tamam. Başlanıp oldu. Ben adı kiriş sözünü dep oldum. Ekranga kirip olduk biz. Ko'ryapti. Davsa şu 22 kundan ko'rsatsingizli bo'ldi. Tamam, siz shu o'tirishda qilib qo'ysangiz bo'ldi. Boshqa şey. Çünkü ekrandan chiqib qolasiz-da, mana bu. Masalan, hozir başta. Bo'ldimi? Ha. Yaxshi oldu. So'zlasam bo'lamda? Ben slaydni 22 ekele o'tganda kelgan qism bo'ldi. Şu 22'den başlar şuya kelgan to'q. Men so'zlik açtıraya agar nim bo'lganmizchi. Shu assalomu alaykum. Ekran oldidagi qarindoshlar, ahvolinglar yaxshi. Bugun şu tarixdagi buyuk musulmon matematiklar to'g'risidagi leksiyarimninki ikkinchi qismini boshlayman. Shu o'tganda to'xtab qolgan yerdan boshlab. Endi oldi bilan bir o'tgan so'zga mazmunni bir qisqacha xulosalab o'tay. O'tganda shu matematiklardan, musulmon matematiklardan bir 5 nafar matematikni bir qisqacha tanishtirib o'tdim. Birincisi Al-Khwarizmi, ikincisi Al-Kindi, üçüncüsü Tabit ibn Qura, dördüncüsü Al-Batani, beşincisi İbrahim ibn Sina. Yani ben ötkenimdeki bulanın hemmisi şu Ultrasiya ve Ultrasiya'dan çıkan matematikler. Bu tövende yine şu bir yani bir yetkisi kaldı da bu yetkisi hem muşlanın hemmisi mesela köşvatkan 12'sinin neferinin hemmisi asasen şu Ultrasiya andikin bu öz vaktiki Persiya şeylerden çıkan matematikler. Bir yerde elbette bunda bir sual oturup koyduk geçmesi mümkün de siz şu yerdini tanıdığınlar mı ya başka Arap'tan çıkanlarını mı ölçük aldınız mı o da? Ya ben hemmesini bir Müslümanlı bulduğum mesela hemmesi bir kuvvetler bularını bir kır izlep bularını şu 12 nefer matematikten bir yerden çıktım. Bir yerde bu öz vakti matematikler fakatlı Ultrasiya'dan yani öz vakti Türk kavimlerden çıkan mı ya baş Araplar var mı diyen sual kendi uyakladı mı ba. Lakin ula maladek dank çıkmagan. Hem de bir yerde bu doğruluk yani bir kitap nesler tanıştırıp diyendim. Mao hem de İngilizce Mao Frederick Starr yazgan bir kitap Lost Enlightenment deydi. Bu Lost Enlightenment'ı da asasen digini muşu Musulman İslam dininin mavi fen teknik altın devri ne deydi o? Onu asli şu Orta Asya'nınki altın devri deydi. Bu yoqtup koygan enlightenment degan yoruqluq degan gap. Bu yoruqluq degan ma'noni nimani bildirdi deganda tang içtim burun. Endi mavi masalan Avrupa'da Rönesans deydi o. Rönesans deb çoğun şu bir edebiyat, emniyetler, Avrupa kütürüp ketken mezmunu Rönesans devri deydi. Rönesans devrden burun bir karangı devri olgan. Karangı devri kaçan bo'lgan deganda şu miladın bunun 400 yıldan başlap 400 neçinci yılda başlap Rim imperiyası yemirleşik başlap ta şu 900. yılda İslam taraftaki İslam'ın şu altın devri başlayan kadar bu Avrupa'da karangı devri deydi. Karangı devri degeni bütün hem edebiyat olamdı, sanat olamdı, tarih hakkında olamdı, fen teknik olamdı. Hemmesi bu karangı devri ketken bu asasen taşınıp ketken devri. Şundan ki Müslümanlar
dastlabki qurilish jarayonida albatta zimin talashib, ya'ni kengaytirishdan keyin o'zlarining shu hukmronligini mustahkamlashgan fan texnika kirishib ketdi. Shunga fan texnikaning oltin davrlari boshlandi. Bu fan texnika oltin davrlari amaliyotda qaysi tarafdan boshlandi deganda shu bizning ham turk deymiz-ku, turk ziminlaridan astama O'rta Osiyoga o'tib yaytildi. Ammo Frederick Starr'ning degani shu narsa xatolashgan deganda bu arab madaniyati emas, arabning oltin davri emas, bu O'rta Osiyoning oltin davri. Uning ustiga O'rta Osiyodagilar asosan turklarning deb bo'lgan. Mushuningda men atgan shu matematiklarning ana shunga o'xshash barliq fan texnik olimlarning hammasiniki nimadir buningda yozilgan. Bu bir qani 600 betga yaqin bir kitob. Ben sizlarga bir xush xabar deb yetkazib qo'y. Buni uyg'urchaga tarjima qilib qo'yibdi. Tarjima qilibdi, hamda nashr qilindimi, uni o'qimayman. Hamda xabarim yo'q, bu nashr qilindimi, o'qimayman. Men ham shu kitobning nereden setwag'ında bildiganinglar olsun ma tövendiki mush Ahmadjonninki nimasiga ulab qo'ysanglar, jiq odamlar mendan so'rayapti. Buning kitobi tarjima qilinib bo'ldi, nada deb. Mush kitobni jazman o'qinglar. O'zingizni O'rta Osiyalik deydigan bo'lsangiz, o'zingizni turk deydigan bo'lsangiz, o'zingizni uyg'ur deydigan bo'lsangiz, mush kitobni jazman o'qing. Undan shunday nima qila olasiz. Lekin bugun bu leksiyarimning yana bir maqsadim, masalan o'tgan men deb o'tdim-ku, biroz agar sizdan kelib sizlarning uyg'urlarning kimlaringlar bor, fan texnik olimlaringlar bormi desa, beshimizni tatlab o'tmasdan mana shu 12 nafar shu olimlarning ismini qanchisini esingizdan mushlar bor deb devasanglar hech qanday xatolashmaysizlar. Shuning uchun mushuningdan eng bo'lganda ismini esinglar tutinglar demoqchiman. Xo'sh, endi shu 22-betga kelsak, ma'qul. Bo'ldimi? Okay. Meyada hamda Abu Vahfa al-Buzjani degan olim tanishtirib o'tdim qisqacha. Buni hamda ismini qisqartib al-Buzjani deymiz. U 940-yili hozirgi Ironning Burjan shahrida tug'ilgan. 998-yili Bag'dodda vafot bo'lgan. U Bag'doddagi bir shaxsiy rasadxonada astronom bo'lib ishlab ekanlikda. Shu yerda kun tutilishining o'zgarishchanligi, fasllarning uzunligi va shaharning latitudisini aniqlab chiqqan. U yana Xorazmdagi astronomlar bilan hamkorlashib, oyning tutilishini bir yil vaqt kuzishi orqali ikki joyning latitud farqini hisoblab chiqqan. Bu yerda qisqacha tanishtirib o'tay. Demak, endi bu o'zi masalan Bag'dod tutsa, andikina Xorazm degan bir yer bo'ldi. Bularning ikkisi bir yil vaqtda demak ma'lum scientific cooperation deydi-ku, ilmiy shu ilmiylik bog'lanishni bog'lab, andiki ikki tarafdagi ikki olim o'xshash vaqtda shu oyning nimasini tekshirib, andiki ma ikki shaharning o'rnining latitudisini bular nim qilib chiqdi. Bu nayto bir ustun texnika u yerda. Latitudis degan nima deganda egizlik deb tushunsak bo'ldi-da, egizlik deb. Yasharni bundaq nima deydi-ku, longitude degani bundaq tiklik degan yasharninki. Yasharning bir nimasi bo'lgan bo'lsa. Sharning ustiga tik chiziqlar bor-ku. Deymiz ne? Longitude deymiz. Ama andiki ma tuzligini bu latitude deymiz. Şu ikki o'rinning nimasini bo'lgandan keyin ikki o'rinning ardligini hisoblashdi bu ishning bu. Tamam. Arqıl shuni hisoblab chiqqan. Bu astronomiya tadqiqotida 6 xil trigonometrik funksiyalarning hammasini ishlatib, ular to'g'riliq jadval tuzib chiqqan. U tamamen yeni usulni ishlatib, 0.15 var bu 0.15'ninki sinus qiymatini o'nlik kasrning 8-o'rnigacha aniq hisoblab chiqqan.
Bu nihayet bir üstün hesaplaş teknikisi kiritiyor. Bunu hesaplashning o'zimi nihayet ters. Bu mu bir xillik san bo'libchi, bundan keyin nima deymiz, o'nlik kasrning oqi sanlab tugmaydigan bir san. Yani uzun salla yani. Uzun sanlar. Ma'lum toshku var, toshkuning oqidagi raqamlarning nimasi. Birdan turib men bu to'g'ri ekan ko'rsatdim, shuning uchun hozircha qoldirib ketmayli. Bu to'g'riliq misollarni ko'rsatdim. U trigonometrik funksiyani aniqlash uchun radiusi 1 bo'lgan chambardan foydalanishni dastlabda tavsiya qilib zamonaviy qo'llanishni barpo qilgan. Bu yerda bu nihoyat bir cho'ng ilgirash bo'ldi-ku. Biz masalan bir chambarni oldigan bo'lsak, uningdan burunqilar buning masalan chambarning aylanmasininki diametri bo'lgan nisbatni hisoblashga kelgancha chambarni-ku birlik chambarni ishlatmagan. Birlik chambarni ishlatgandan keyin bu hisoblash jarayoni nihoyat yuksak darajada oddiylashidiku. Endi hozirgi davrga qadarchi pining qimmatlarini hisoblaganda yana birlik chambardan foydalanadi. Yana nurg'un boshqa shunday astronomik hisoblashlarda, matematik hisoblashlarda birlik chambarni oldi. Bu bir nihoyat bir bo'sish xarakterli bir ijodiyat deb qarashga bo'ldi. U shar trigonometriyaning qadimki usullarini oddiylashtırıp umumiy shar uchburungning sinus qonuniyatini isbotlab chiqqan. Birdan turib men shu formulani biroz ko'rsatdim. U masalan Al-Buzjani, Grisiya matematik, Euklid, Iskandariya matematik, Diofantos ve Müslüman matematik Al-Khwarazmining asarlarini o'qish yoki tarjim qilish jarayonida o'zining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Al-Buzjani yana amaliy ishlatuvchilarni ko'z tutib ikki kitob yozganda, bu amaliy kuzatuvchilar masalan sodiyalar qatorliqlar matematik uqumlari biroz nima uqum bo'lgandan keyin uni ishlatishga kelganda biroz test to'xtaydi. Shu endi konkret misollar orqali ayrim kitoblarni ko'rsatib shu vaqtda endi matematikani ommaviylashtirdi degan ma'noda bo'ldi. Bu shunday ishlar qildi. Endi menda men shu yana 23-bet ko'rsangiz yani eğerde ben ma 3 bulungni çıkıp koydum. Bir yerde çıkıp koygan bulung 3 bulung adli 3 bulung dep qaraydı. Yani bu tik bulungluk 3 bulung. Tik bulungluk 3 bulung degenimiz yani bu 3 bulungning birisi tik bulung. Yani 90 graduslik bulung. Bu yerde degenimiz nima deganda mesela 90 graduslik tik bulungga nisbatan aytgan chaqda sinus A, yani A, B, C deganlar bulunglar bu. Sinus A degenimiz A'ning C bo'lgan nisbati. Kosinus A degenimiz B'ning C'ga bo'lgan nisbati, tangent A degenimiz A'ning B'ga bo'lgan nisbati. Shuning o'xshaganda kosekont, sekont, kotangent degan nimalar bor, bu yerni hammasini deb o'tmayman. Lekin shu Al-Buzjani mushundaq uch bulunglarni qattiq tadqiq qilib, andiki tuvandiki bir qancha mushtaq matematik formulalarni, ya'ni trigonometrik tanglamalar, trigonometrik funksiyalarni shularni bu keltirib chiqqan. Mana bu yerda shularni ko'rsa, buni bu yerda deb o'tmayman. Lekin mening jekib o'tirganim tuvandikisi. Bu nima deymiz? Al-Buzjani topgan shar ustidagi uch bulunglarning qonuni. Bu bir matematikda bir muhim teorema. Buning qo'llanishchanligi nihoyatda keng doira qo'llanadi, nihoyatda ko'p ishlatildi matematik. Eğer bunun qiziqadigan bo'lsanglar, shularni o'qisanglar bo'ldi, men bu yerda tafsili so'zlab yurmayman. Endi kerakli batni ko'rsak, bu yerda buningda endi men bunimi bu yerda so'zlab yurmayman, faqat buni sizlar shu o'qirmanlarga bir topshiriq sifatida bu yerga qo'yib qo'ydim. Shu orqali mushundaq trigonometrik funksiyalarni isbotlashning bir misali deb bir şey ko'rsatib qo'ydim. Isbotlash jarayoni mana sol tarafga turdi. Aşağıda bir eng bo'lmaganda bir tushunib chiqsanglar, bu mazmunlarga kelganda bir o'zingizlarga biroz foydali bo'ldi. Bu yerda isbotlagan formula nima deganda tuvandik formula. Ya'ni alfa bulung bilan beta bulungninki
sinus kıymeti anında sinus alfa, kosinus beta, pilos, kosinus alfa, sinus beta tan olduğu diyen bir formula. Bu formula nahayet mühim formula. Bu ne hem şu şu bulacağız ne ispatlayan terminde şunu bir gösteririz. Bu to'g'ri shunchalik so'zlar hamda kilobet ko'rsak 25 bet ko'rsak 25 betda ma ibn al-Qaytam balkim ibn al-Qaytamning ismini hammanglar anglagan bo'lishinglar mumkin anglamagan bo'lsanglar bugun anglab qo'yinglar ham yodinglar tursin ibn al-Qaytam nihoyatda ataqli butun dunyo bildigan bir olim butun dunyo o'rtaq e'tirof qilgan buningki inglizchada buni al-Hayzin deydi al-Hayzin deb ism bor buni hammadan biladi buni ham shu har qanday science texnikdən xəbər ola, fizika, matematik xəbər ola bu adamın ismi. Bu İbn al-Qaytam degan adam 965-yilda hozirgi Iroqning Basra şəhərində doğulgan büyük matematik, fizist, injener, astronom və faylasuf. O 1040-yilda 74 yaşda hozirgi Misrning Qahira şəhərdə aləmə dönübkən. Endi Qahira degan ma'vo inglizcha Cairo deydi. Balki bilmaydiganlar bo'lishinglar buni Qahira deb ataymiz Uyg'urchada. U hayot vaqtida 200 dak asar yozgan bo'lib, 100 dan ko'p asari fan texnika bilimlardan tarkib topgan. Taxminan 50 matematika, 23 astronomiya, 14 optika ve medisina hakkında yazılgan kitaplarını öz içine aldı. Bunun nurgun eserleri yo'qolib ketgan, fakat 55 eserlerinin Latin tercümesi saqlanib qolgan. Bir absurdluğuna yer shuki, buningki arabcha nimalar uchun asosan ko'ydirib ketgan. O'tganda biz so'zlab o'tdik bo'lmas. Ilaguxon avu Bag'dodni qo'rshab o'tgan chaqda nurgun kitaplarni ko'ydirib, shuning kitaplar ko'ydirilib ketdi. Shuning uchun lekin Latincha tercümeleri saqlanib qolib keldik başta. Bazıları deydi belki bunun 200 kitaplarının bazıları O'rta Osiyoda, Uyabiyalarda bor bo'lishi mumkin da. Men bir tavsiya qildim agar ko'ni nimalarga yo'lkashlar haqiqatan ko'ni arabchada yozilgan kitaplar bo'lsa-ku, shularni bir amal qilib qo'lingizga keltirgansiz, nihoyat qimmatli kitaplar bo'ladi. Chunki shularning ichida balki nihoyat qadrli mushlarning asarlarini chiqib kelishi mumkin. Chunki köydürüp, yani o vaxtlarda neme için bana bir sebep var ötken bir sordu. O bir kütüphanede köydürürken hem kitaplar yo'qoldi degan. Yo'qaydi. Neme için degan ki öz vaxtida kitaplarni hozir o'qish basma shaklda basmaydi. Undaqmi? Öz vaqt qanday oldu degan narsa Bag'dodga yig'ilgan chaqda Bag'dod u yerda maxsus shu xat yazdıganlar var da, o xatni nəhayət chiroyli yazması olmaydı. Bu her bir kitabның nüskisini asasen şu ta qog'oz barliq kelgich ular degan ko'chirilib, uning ustiga ba'zi degan terlarning ustiga yozilgan, keyin qog'ozlar kirgandan keyin qog'ozmi shunda qimmat to'xtaydigan narsa bo'lgan. Shuning uchun uning bir kitobningki yana bir kopiyasi bo'lish ehtimoli nihoyat to'g'ri bo'ldi. Shuning uchun bunda bular ahvollar bor. Shuning uchun mening tavsiya qilganim agar shunday ko'p kitoblarni ko'rib qolsanglar, sanduqning tegileri bir yerlarda tepib olsanglar, uni saqlab qo'yinglar. Nihoyat qimmatli bo'ldi. Bu endi Al-Qaytamning bilim doirasining kengligi, ilm fan taraqqiyotiga ko'rsatgan zo'r töhfalar tufaylidan uni ikkinchi Ptolomey deb atadi. Ptolomey degan g'arb dunyosida hamma kishi bildigan odam bu Ptolomey deganimiz. Buni ikkinchi Ptolomey deb atadi. Ptolomeydan keyin buningdek adam chiqmagan degan gapda. U optik sohasidagi kashfiyotlar tufaylidan optik otsi degan sharafnomaga erishgan. Hozirgi zaman fan texnika tadqiqoti qo'llanilgan keltirib chiqish metodlarni Al-Qaytam eng baldur o'ttirib qo'ygan. Bu yerda biroz izohat beray. Hozirgi zaman ishlarga keltirib chiqish jarayon degan nima deganda scientific methodology deydi, ilmiy tadqiqot metodlari degan narsa.
ilmiy tadqiqot metodlarini hamda nurg'un Yevropaningki inglizcha nashr qilgan kitoblarni qo'llanmasanlar keyingilar 16 asr 17 asr chiqargan amaliyotda uni al-Qaydam 965-yillari shu vaqtlarda buni o'ttirib qo'yganda uni qanday asosan nima ma'noda deganda har qanday bir tadqiq qilish tegishli bir masalani ularni bir necha bosqichlarga bo'lib uni tadqiq qilib undan oxiri xulosa chiqardi. Mesela en aldı bilen küzütülü. Ama özünüzün etrafındaki nimelerni küzütseniz, endiken şunun için ma'lum bir nimaga kelgandiki, onundan endiken bir kıyas kılsız. Mesela bir jiraq taqib alsam, aşağıda nurg'un aşağıda bir qari qalılar olsa. Mening ko'zim ko'rgan narsa nima deganda qari qalılar da. Bu qari qalılardan men qanday qiyas qilaman degan chaqda kalılı olduğun bu sen misqar oldu diyen kıyasını çıkartım ben. Lekin o kıyas doğru mu, doğru emas mı? Endikin kayıp gelip yeni bir küzse arkalı yeni bir yer basam toxta eğer ahkalım bakyan o, alı kalım bakyan o, yani siyirh kalım bağı diyen nesler gelip endikin avu destek kıran kıyasını yani özgerç doğru. Bu ceryanda küz çıkıtı da hazır hem de malumat analiz deyimiz, malumattan analiz kılış endikin o da bu destek çıkargan yakın özgerç doğru. Muşundaq jarayandaki nurg'un tajribalar, nurg'un test deymiz go, nurg'un tajribalar nimalar orqali aslidagi chiqargan qiyosni og'dirib, uni to'liqlab yangi qiyosga shuni eng oxiri chiqqan natija ilmiy xulos, ilmiy yakun bo'lib chiqadi. Bu shuni bildi. Buni al-Qaydam eng baldur o'tirib qo'ygan. Buni bilibmiz. Matematik sahasida. Matematik sahasida hamma ilmiy fanning hamma sahasida. Matematikada shunday oldu, coğrafiyada shunday oldu, biyologiyada shunday oldu, fizikada shunday oldu. Hatta social research deymiz go, ijtimoiy tadqiqot shularda shunday oldu. Ijtimoiy tadqiqotmuş adat shunday oldu. Bir narsani kuzatish jarayonlari orqali bir qiyosni qilib, endi o qiyosni nimalar orqali ma'lumotlar, har xil usullar orqali qayta dakilib, endi bir yakun chiqadi. Shu umumiy ilmiy tadqiqot metodi deb asoq bo'ldi bu. Tamam. Ama yana bir narsani deb o'taydiganim shu, hammalarga tanishib bo'lgan Newtonning birinchi qonuni bor-ku. Newtonning birinchi qonuni esinglarda bormi yo'qmi bilmadim. Men sizlarga bir ta'kidlab qo'yay. Newtonning birinchi qonuni degan nima deganda tinch holatdagi yoki harakatdagi bir jism tengpullashtirilmagan tashqi kuchning ta'siriga uchramaganda aslidagi tinch holatida turdi yoki dastlabki harakat sur'atini shu pil saqlab qoldi. Bu deganlik nima deganda buni ham tushunmak biroz nimaga bir masalan bir toshni mana shu udul qarab otadigan bo'lsam, ma prinsip bo'yicha o tashqi ta'sirning nimasi uchirmagan chaqda bu tosh udul shu otgan paytda shu udul mangila berdi degan. Yoki bo'lsa jim turgan narsa, misol jim turgan narsa, shu narsa agar ma yana tortish kuchi yo o'zimning qo'limninki mas'ulning nimasi orqali o'zim harakat qilmayman bo'lsa, mushayat turib berdi degan. Jimni turib berdi. Bu hukmni hamda hozirmi nurg'un odamlar chiqib qabul qila olmaydi-da, lekin ani o'ylab qo'yinglar, al-Qaydam shu buni Newtonning birinchi qonuni deymiz-ku. Newtonning birinchi qonuni amaliyotda al-Qaydam Newtondan 650 yil burunlar o'ttirib qo'ygan. Shuni deb qo'ysanlar bo'ldi. Asli mishadim shu ilmiy sohasida mush to'g'rim talash tortishlar qilayotganlar bor. Uni asli Newtonning birinchi qonun demaslik kerak. Al-Qaydamning harakat qonuni deyish to'g'ri keldi degan gaplar bor. Mening deb bo'lgan gapim emas. Buni qilsanlar bo'ldi. Bu bir yerda. Hem bu yerde bu ben ötken bir okuyan neslen bunun daptı. Hem de al-Qaydam vaqtida ma Newton o'xshashchu amaliy misollarni ko'rsatmagan ekan. Faqat nazariyaviy nimasini o'tirib qo'ygan, amaliy misollarni ko'rsatmagan. Shu sababdan balkim hozir unda tanilmaydigan bo'lishi mumkin, yoki boshqa sabablardan bo'lganda. Chunki keyin fan texnikaning nimasi ma Yevropaga o'tib ketgandan keyin Yevropa degan xristian dunyosi buni islom
islom musulmonlar ijod qilibdi deganni qabul qilolmagan mezgillar bo'lgan uchun shu vaqtda amal va ularni nima qo'yib shu boshqalarni chiqqan nimalar bor bu nima bu yerda deb o'tay bu shundoq andiki yana bir narsa borku mavliqi nurning refleksion deymizku nurning refleksion deganimiz nima degan chog'da masalan meyada mana bir tekshirib bo'lgan bo'lsa bu nur agar meyadan kelgandan keyin ma'nodan qaytadi shunami aynakni oladigan bo'lsak nur aynakda ekanligi bu aynakdan qaytadi anilik reflection deydi uniki qaytish nimasi demdi nurning sunishdan nurning sunishi demdi sunishi boshqa sunishi deganligi sunganlik qanday bo'ldi deganda masalan nurni va bir bo'dik suni qochilgandan keyin nurni ashtaga yoqqandan nurning nimasi nima o'zgargandan keyin qiyofash sunudi u sunish u mav degan qaytirish men tekkan nur qaytib ketadi qaytib ketgandan keyin shu yerda bir buning shaklan bu refleksion deydi bu ma'amda refleksion deb bağlaydı bu xususiyatini al-qaytam shu xususiyatdan foydalanib yer sharininki atmosferaninki 15 kilometr bo'lganligini hisoblab chiqdi shu vaqtlarda o'ylab bu atmosferani hisoblashmi keyin degan Yevropada 16-17 asrlardan boshlab keyin nima qilgan narsalar shu buni deb o'taydi endi bu yerda aning to'g'riliq 25 bet o'taylik 25 betni shu al-qaytamniki nimasi edi endi shuni biroz nima qilamiz biroz tamam meyadamda biz ham bugun matematiklarni tanishtiryapmiz endi al-qaytamning matematik tadqiqot to'g'riliq biroz to'xtalaylik al-qaytam o'zininki Evklidning elementlaridagi masalalarni hal qilish degan nomli kitobda Evklid nazariyasining alohida ahvollarini tekshirib chiqadi. Shuning bilan bir vaqtda o'zi boshqa teoremalarni o'ttirib qo'ydi. U endi bir qism vositalik isbotlash usullarini bevosita usullarga almashtirdi. Evklidni. Ama Evklidni balki hammamiz xabarimiz bor. Evklid degan shu Grek dastlabki shu geometriyaning dastlab yaratuvchisi deydi. O elementlar degan kitobni yozdi. Elementlar degan kitob hozir bizning boshlang'ich o'rta maktabda o'qigan shu geometriyaning asosiy deganligi. Shuning ichidagi ba'zi bir terminlarni al-qaytam qaytadan isbotlab chiqqan ekan. Ama yana bir narsa nima deganda o'liqi parallel siziqlar bor, o parallel siziqlarni cho'nqurlab tadqiq qilib andikin shu davron men anlatamiz. Cho'nqurlab tadqiq qilgan bo'lib Evklidning elementlarining o'rni to'g'risidagi izohat degan bir risolani yozdi. Uningda Evklidning parallel siziqqa bergan aniqlamasini, ya'ni parallel siziqlar hargiz kesishmaydi degan aniqlamasi bilan farq qilinadigan parallel siziqlarning orliqi teng bo'ldi degan aniqlamani ishlatgan. Buni bir bo'sish xarakterli narsa. Çünkü parallel siziq deb oladigan bo'lsak, masalan, meyada kitobni olaylik. Ma ikki siziq degan parallel bo'ldi degan, uningdan burungi aniqlamasi qanday bo'ldi deganda, shu ustidagi siziq bilan ostidagi siziqni cheksiz ikki taraf so'zilgan bo'lsa, bu ikkisi hargiz kesishmaydi degan aniqlam deganda, aslidagi aniqlam. Bu aniqlamimiz tushunmoqni tez. Çünkü o'ylab turgan bu cheksiz degan hukmning o'ziga bir nimada buni qandoqlar cheksiz degan nima degan savol qo'yildi. Bundan haqlar qo'pib, sen mushini dedim. O'zing ko'z baqa misol ko'rsat deydi vaqtlarda. Konkret misolni ko'z baqa degan topolmay qarab o'tirdim matematikman. Lekin ma'vu al-qaytam bu yerda bu orliq tang bo'ldi degan tushuncha aniq tushunishga. Meyaning orliqi bilan mayaqning orliqi tang bo'lganda andikin bu ikkisiga parallel bo'ldi degan tushunchani o'ttirdi. Buni ham bunday hozir ham o'ylab baqsaq bu bir biz vaqtida oddiy narsa.
aşı bir büs karakterlik narsa şu. Çünkü ma'vodga bunun kirishib ketmay, şu para bunaqa 5-chi aksiom deydi. 5-chi aksiomni tadqiqot qilishni matematika uzun yil tadqiqot eng oxiri hozirgi biz atayotganligi ataydiganligi non Evclidean geometri deydi. Evclidean geometri Evclidning geometriyasi deganga. Non Evclidean geometriya deganimiz uning Evclidean bo'lmagan geometriyada artıq bu bence. Onun sırtlı geometri, yani ma şarının üstündeki ve başka oyman her xil şeklin üstündeki geometriye degan ma'no. Ben cho'nqur keşif. Birdan men azroq to'xtalishim mumkin o'shada 5-kitobda o'tay. Uningki Konuslarning tamomlanishi nomli kitobi miloddan burun 200-yillarda Apolloniosning Konus siziqlari to'g'riliq yozilgan. Ama yo'qolib ketgan 8-kitobni qayta yozib chiqishga uringan. Ham bu yerda alqayta mana shu yozib ketgan kitobning 5-chi qismini qayta yozishga uringan. Hamda tamomladimi o'qiolmaydi. Chunki nurg'un kitoblar yo'qolib ketganda. Hamda shunda bir xotirlar bor ekan, ash to'g'riliq ishlagan degan-ku. Alqaytamning matematik oid boshqa asarlar ichida hilal ay şekillerinin rayoni ve paraboloidning aylanışından şekillengen cisminin hacmini hesaplash usulleri kirgizilgan. Qani bu yerda bu to'g'ri. Endi men o'tgan deb o'tdim, parabola deganimiz, masalan parabola deb bir siz qo'lgan bo'lsa, bunda o'yman bir siz qo'lgan bo'lsa, uni aylantirib shakllangan jism degan paraboloid deb ataladi. Bu alqaytam shu paraboloid to'g'riliq nurg'un tadqiqotlar ilib qolgan formulalarni chiqargan. Lekin shu narsa keyin mana nimada shu hozirgi masjidlarniki ustidagi gumbazdan gumbaz oldu. Şu gümbezler degan paraboloidning shaklida. Bu alqaytam vaqtidan boshlab kelgan. Nima uchun deganda bu chambar qaraganda paraboloidningki va shar qaraganda-chi, sharning nimsini kesib olib, paraboloidning texnik mahkam bo'ldi, material oz ketdi, texnik puxta bo'ldi ekanda shu alqaytam chiqqan. Hozir shu dunyodagi nurg'un cho'ng masjidlarning ustidan qaraydigan bo'lsak, alqaytamning formulasi bo'yicha hisoblab chiqqan. Buni bilib qo'yaylik. Hamda alqaytam geometriyadagi chambarga teng kvadratni tepishdan iborat dangliq masalani yechish uchun qattiq tirishgan. Hamda mazkur masalaning javobi yo'q ekanligini sezgan bo'lish mumkin. Chunki u buning ustida 2 maqola yozishni planlagan bo'lib, birinchi maqolasini tamomlab, ikkinchisi kelganda to'xtab qolgan ekan. Endi bu aytib bir oddiy tushunish emas. Mesela bir chambar yo'q ekan. Chambarni olaylik, nima? Sharni olaylik, shundami? Shar emas, chambarni deyapmizmi? Chambarni olaylik, dugurak chambarni olaylik. Shu dugurak chambarniki ma'vodga maydoni bormi? O'tirki maydoni. Maydoniga teng keladigan kvadratni tepish bu nəhayət qiyin məsələdir. Hətta hal qılınıb olmaydigan məsələ oldu. Lakin öz vaxtında şunu tepiş üçün nurg'un ərbələrdən başqa, alqaytam başqa. Alqaytam hətta mən cavabını tapdım deyə kelib, özü urinib baxıb keyin endiki ya bunun cavabı bo'lmaydi degan xulosani chiqargan. Bu tushunish bo'ldimi? Alqaytam yana shu sonlar nazariyasini qattiq tahlil qilib, ko'rinarlik natijalarni yaratgan bu to'g'riliq bu yerda to'xtalmayman. Ama yerda men sol tarafdagi bir qancha rasmlarni ko'rsatdim. Eng ustidagi rasm bor, hozir Iroqda tarqilayotgan 10,000 dinarlik bir pul. Pulning ustidagi rasm alqaytamning rasmi. Endi o'qishda bo'lgan rasmida bu. Endi men yerda ma'noga kelgan bo'lsa, ko'z o'sha doktorlik kelgan chog'da ko'zninki qurilmasi, ko'zning biologiya qurilmasini alqaytam eng dastlabda o'tirgan. Ko'rdinglarmi? Ikki ko'z ostidagi burni oldu, endikini ustidagi har xil so'zning qurilmasi, ama ko'zning qurilmasi, uning qanday funksiyalanadigan hamma narsalarni shunda alqaytam bayon qilgan. Ostidagi rasm qaraydigan bo'lsak, o'dagi astıq rəsmini qarayıqlamızda, umumu bir nəhayət danlıq rəsmdə bir yerdə qanda oldu deyən alqaytam,
aşılıqı turmuda yatqanmı şu vaqtlar mezgildə bu karvat yetib qarsa derizdən kirgan bir nur töşükdən bağı sirtdiki görünüş düm tuğanda tamda. Gördün mü? Aqidika mescidin düm tuğanda bu qandaq yaptı deb endiki muşnunda optikininki bir nazariyasini bir yerdə şu nim çıkıda şunu bunu icap kılıcı değil. Bu nayet dağınlık bir resim. Bu doğruluk ben ötken bir leksiya bergen. Bunun özən alam kör pasan oldu da bunu. Ben meğer bunda bir nim kılıpçı özən bir tecrübe kılıp baktım. Rast şundaq bu adapçı. Mesela ma bir üy olğanımız qarap etmek. Üy olğanımız eğer meğer de bir kiçik töşük olğan bolsa, manın sırtıdık görünüş, işçidiki tamda bu tətir oldu. Mesela menin resmim hazır manın işçidikini mesela tətir göründü. Bu nima? Bu to'g'ri o'tganda men so'zgan Qizilsanlar endi qarab baxsanglar bo'ldi. Kamera obskura deb bu hozirgi zaman ishlatayotgan kameralar bormi? Rasm tortadigan asboblar. Hammasi Al-Qaytamning shu prinsip bo'yicha yozgan bo'ldi. Buni bilib qo'yinglar. Xo'sh, endi 27-bet kelaylik. Yigirma yettinchi betda Al-Biruni'ni tanıştırib o'tdimiz. Endi Al-Biruni'ning ismini balki hammanglar anglagan bo'lishinglar mumkin. Al-Biruni'ni anglagan. Al-Biruni aytganlik bir polimat. O'tgan polimat degan yeniqni berib bo'ldik bu yerda qaytadan ko'p universal bilim egisi. Universal bilim egisi degani to'g'ri. Bunun ismi ham Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad Al-Biruni. İslam altın davridagi dаңlıq alim ve polimat. Al-Biruni 973-yili hozirgi O'zbekistonning Xorazmda dunyoga kelgan. Mana adamni Uyg'ursak bo'laverdi. Men bilib qo'yaman. U 1050-yili hozirgi Afg'onistonning G'azni shahrida 77 yoshda vafot bo'lgan. U Indologiyaning qurg'uvchisi, Silishtirma dinining otisi, zamonaviy geometriyaning otisi va tunji insonshunos degandek har xil sharaf nomlardan dunyoga tanilgan. Al-Biruni o'z davridagi barliq ilmlarni degudek yaxshi o'rganganligi uchun va nurg'un bilim sohalaridagi hormay talmay qilgan tadqiqoti orqali cho'ng hurmatga erishgan va ko'p qatim mukofotlangan. Albatta vaqtlarda podshohlardan shu amaldorlardan mukofotlanganda o'z davridagi xon jamoati, quvvatli amaldorlar va jamiyatdagi boylar Al-Birunining tadqiqotiga mablag' selib, uning konkret masalalarni ko'z tutib tadqiqot qilishiga zo'r yordam bergan. Al-Biruni o'zligidan grek va boshqa millatlarning olimlarining ta'siriga uchragan bo'lib, falsafa tadqiqotida ulardan ko'p ilhom olgan. U talantli tilshunos sifati bilan Xorazm tili, Fars tili, Arab tili, Sanskrit tili da ravon so'zlar aytgan bo'lib, grek tili, Hebru tili va Suriya tilini o'rdan biladi. U umrining ko'p qismini hozirgi Afg'onistonning o'ttir sharqi qismidagi G'azniviylar, o'z vaqtida G'azniviylar imperiyasining poytaxti bo'lgan G'aznida o'tkazgan. 1017-yili u Hindiston cho'ng quruqligiga sayohatga berib, ba'zilarda uni o'z bodi demaydi, ba'zilarda uni avatgan, podshoh avatgan deb qo'ygan uchun havolagan degan. Bu yerda o'zini sayohatga borgan debdi. Hindistonning hindi dini e'tiqodi ustida izlangandan keyin Hindiston madaniyati haqida Tariq al-Hindi, ya'ni Hindiston tarixi degan kitobni yozgan. U ilmiy usulda 11-asrning boshlari Hindistonda yashaydigan har qaysi millatlarning urf-odati va
aqidasini ko'rinarli darajada tasvirlab o'zini al ustozi sharafnomaga erishtirgan. Al-Bruni'nin qiziqish doirasi nihoyat keng bo'lib, geologiya, fizika, astronomiya, ximiya, tarix, jug'rofiya, matematika, meditsina, psixologiya, falsafa va diniy tadqiqot qatorli fanlarda 146 kitob va risolalar yozgan. Bularning mutlaq ko'p qismi ilm-fanga oid asarlar. Bu Al-Bruni'ning qisqacha tarjimali. Bu adam to'g'ri so'zlaydigan bo'lsak, nihoyat jiq mazmunlar chiqdi. Bu Al-Bruni to'g'riliq shu turkchada, arabchada, inglizchada nurg'un materiallar bor. Buningdan bir ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ammo bu yerda biroz bu odamning qilgan bir qancha muhim ishlarini sizlarga bir deb o'tay. Ma'lumotga sol tarafdagi ma'lumot oy bilan kunning rasmlari. Bu yerda Al-Bruni yozgan bir astronomiya haqidagi asrda oyning o'xshamagan bosqichdagi o'rinlarini aniqlab tushundirdi. Sol tarafdagi rasmdagi o'ng tarafdagi kun bo'ldi. Sol tarafdagi chambarlar oyning o'xshamagan vaqtidagi ko'rinish shakli. Buni shu Al-Bruni shu nima chiqqan ekan. Bu pakda turibdi. Bular nima qilishdi? Axiyalar va axiyalar degan qani qizil yamoy. Qizil yalar kunning tushgan yerlari bo'ldi, qor yog'gan qorong'i tushgan yer bo'ldi. Buni shu vaqtlarda bu Al-Bruni shu vaqt qilgan. Uning yana bir Al-Brunining yana bir cho'ng to'pisi nima deganda, yer sharining radiosi va aylanmasining uzunligini hisoblash usulini topgan. Bu usulümü keyin Avrupa'da nihoyat keng ishlanib, hozirgacha ma'lum jihatdan hozirgacha mush formula asosini hisoblaydi. Sharninki radiosi va aylanmasidagi uzunlik. Bu yana bir narsa. Agar mesela yana o'ng taraf qaraydigan bo'lsak, men debdi mana 600 before Galileo deydi-da, endi men inglizcha o'qib yuribdi, inglizcha o'qimaydi. Bu yerda shu 16. asırdagi donliq fizist Galileo Galilei, buni hammamiz bilamiz-da, 600 yil burunlar Galilei xato o'qib qoldim. 6. asrdagi donliq fizist Galileo Galilei'den 600 yil burunlar Al-Bruni yer sharini o'z o'qini bo'ylab aylandi deb yakun chiqargan edi. Galileo Galilei anko'dinglarmi? 600 yildan keyin 1640-yillari o'zining shu asrini e'lon qilganda, yana shu aning o'xshash asrini e'lon qilganda, katolik cherkov tarafdan ziyonkashlikka uchraganda tasqagan uni isib o'ltirib etgan. Brunini ko'ydirib etgan qo'y deymi? Brunini ko'ydirib etgan qo'y deymi? Ya Bruni emas, Bruni shu ko'ydirib etgan degan gaplar bor. Endi ba'zi yerlarda undaq emas deydi. Qiynalgan. Hozir men Galileini da'vatman-ku, uningdan boshqa ba'zi bir olimlarni cherkovlarda ko'ydirib, isib o'ltirib etgan ahvollar jiq va Yevropa tarixida. Men demoqchi bo'lgan nima deganda, islomningki gülnish davrida bor, oltin davri vaqtlarda mushundaq ideyalarni qabul qila olganini demoqchiman. Shuningdan 600 yil burun, yana shu masjidlarda shu islom dinining huquqdorlar bor, tarafida buni qabul qilgan. Shuni biz bu jihatda hech qanchaqda Yevropaning oldida biz oldinala shu ayrimdi degani biz bilib bo'lganmiz. Bu shuni demoqchiman. Bu tushunish bo'ldimi? Endi yana bir bet o'taylik. Yana bir bet o'tadigan bo'lsak, sol tarafdagi surat bor, oyning ustidagi Al-Bruni deydigan bir o'yma. Bu oyning 77 kilometr keladigan bir cho'ng o'yman ekanda. Buni Al-Brunining ismida
nim qilgan. Buni men to'g'ridan topgan bir narsam bu nima deb shu demak endi butun dunyo Elbruni itiraf qildi. Endi shu osmondagi vaqo nurg'un sayyora yulduzlarni sindirib vaqo shu musulmon olimlarni sindirib bo'yicha qo'ydi. Undaqlarni jiq berdi men deplab shunday. Endi mana o'ng taraf qaraydigan bo'lsak, shu Elbrunining yozgan kitoblarining bir qancha betlari neydi bak 3 kvadrat durdu bu Pifagor teoremisini ispatlaş yani bir ispatlaşını öz aldığı bir xil usulünü gösterip ispatlan bu Elbruni. Şimdi bunu sesler 1970 poçta sesler 1970 deydi bu şu vaqtida şu Rusiyada öz vaqtidagi sobiq Sovet ittifoqida bunga ait cho'ng nima ko'rsatdi. U Ruslar Xudosin Xitoylar bizning nasrimizni o'zlarining qilib olgandek, u vaqtlarda Ruslarmi bizni nimalarni o'zbeklarni yoki Qirg'iz va kaza O'rta Osiyodagi hammasini bizning deb shu vaqtda shunday e'tibor bergan. Shuni ko'rsatmoqchiman. Bunun uzun to'xtalmayli ham yana bir bet ko'rsak. Ma adamni qanday keldi va? Xo'sh. Nima Umar Hayyam keladi. Bu adamni balki hammamiz bilamiz. Hayırlı bilan mashhur bu. Bu ham buni aytmaydi. Bu adamning hamda men bu yerda o'qib beray, endi razaq tushuntirib beray. Bu adamning to'liq ismi G'iyosdin Abul Fatih Umar ibn İbrahim al-Hayyam. U O'rta Osiyolik turk bo'lib 1048-yilda 5-oyning 18-kuni Persiyaning shimolidagi cho'ng savdo shahar Seljuk imperiyasining poytaxti bo'lgan Nishapurda tug'ilgan. O Nishapur hozir nima qaraydi-ku, Iron qaraydi. Iron qaraydi, lekin o'z vaqtida shu nima O'zbekiston yana shu Qaraxon imperiyalarininki nimasi qaradi. Bu odamlar O'zbekiston basanglar hamiz o'zbek deydi. Men Uyg'ur deyman, chunki o'zbek degan millat kech chiqqan-ku. U 1131-yilda 4-dekabrda 83 yoshida Nishapur shahrida olamdan o'tgan. Umar Hayyam dunyoga nomi chiqqan ko'p fanlarga moyir polimat bo'lib, matematika, astronomiya va falsafa taraqqiyotiga zo'r to'p qo'shgan. U yana dunyoda dangliq bir shoir. Uning yozgan ruboyatlari 1859-yilda inglizcha tarjima qilindi. Shuningdan keyin bu butun shu ingliz so'zlaydigan dunyolarda, o vaqtlarda nima bor? Büyük Britaniya degani shu anda asosan dunyoning qancha 20dan ko'proq yerga egallagan qo'y. Inglizcha tarjima qilgan kitoblar degan hamma yerga tarqalib, shu ingliz so'zlaydigan shu nimalar degan buni yodlab, shu bir-birsiga o'qishib bu odamdek hech qanday dunyoda hech qanday davlatning shoiri hozirgacha shu bu g'arbda uningdek shuhrat qozongan. Bu g'arb dunyosidagi shuhrati Alisher Navoiydan kuchlikin deb mi? Onun da kuchli bo'ldi. Chunki bu Umar Hayyam deydigan bo'lsa shu hammadan bildi. Masalan, Amerikaning shu Bill Clinton deymiz, George W. Bush, endiki Martin Luther King deydiganlar, endiki uningki George Washington deydiganlar, ashlar shu nim qanchaqlarda George Washington barmikin George Washington keyingilar. George Washington vaqtlarda bu 1859-yilda bo'lgan. Shu yillarda endi shu yillarda hozirgacha shu nurg'un nimalarda buni buningki muhabbat to'g'riliq, endikin hayotning go'zalligi to'g'riliq, shunday narsalarni jiq yozganchu. Buning turkchaga tarjima qilingan ruboyatlari bor. Uyg'urchaga tarjima qilib bo'ldi deb lazım. Qilingan bu Uyg'urchasi bor. Bunun şiirlerde insanı merkez kılınan zaman makanda alkıgan fikirler çıktı. Şunun için. Bir rayın karakterlik emas yani fikirler. Şu an. Bunu hem de dinleyicilerden yamanlıkla nim kıldı ya bu adamla da. Yaman gördü. Aşırı bilgen tarafları çıktı. Şarap, bu oyun tamaşa şundaklasın çıklar. Lakin unalıkı İslam keyingi davrlarda, bu ketken işlarda
Lekin bunun namı Avrupa tarafta, G'arb dunyoda qolgan, ta hozirgacha danglar. Bu yerda bunun agar bunun qiziqadigan, biladigan qarindoshlar bo'lsa, shu rubayat to'g'riliq bir leksiya bahsi bo'ldi deb qarayman shu yerda. Lekin bu yerda arziydi, ha. Yaxshi. Bu yerda matematik to'g'riliq qilgandan keyin to'g'rida uzun to'xtalib ketmaydi. Tamam. Miladiyan 1072-yilda Ömer Hayyam tarixdan bu yangi eng to'g'ri yil o'lchimini hisoblab chiqqan. Buni bilib qo'yinglar. Bu nihoyatda muhim narsa. Uning 950 yildan burun o'ttirib qo'ygan o'lchimi hozirgi zamondagi nurg'un masalalar uchun yetarli darajada to'g'ri chiqyapti ham qabul qilinyapti. Tashlayotgan yer yo'q. Hozirgacha qabul qilinadi. U algebraga zo'r to'h qo'shgan bo'lib, kubik tanlimlarni parabola bilan chambarni kesish orqali yeshitga geometriyalik usulni tepib matematikada ko'p yengilliklarni yaratgan. Bu bir nima. Uni tövəndə to'xtayman. Ma o'ng tarafdagi kitob, mana hozirgacha har qanday kitobxonaga olsanglar, Rubayat of Ömer Hayyam deydi. Shuni o'qish ingliz va buning mencha bu dunyodagi yuzlarcha tilga tarjima qilinib bo'ldi-ku deyman. Hamma yerda bor bu she'r. Endi oldimizga bet yasak endi Matematik algebra haqidagi algebra. Ana sol taraf rasmini ko'ringlar, yerda seriqsiz var, parabola bo'ldi. Yeşili çember oldu. Bunun bu şunda kubik tanımınınki hemmesi emas, mana bu şunu bekledik. Bir türkünlerininki o yeşil üstümüş arkalı kaplı oldu. Kızılı var, kızılsız. Şununki yırtıziye, şununki nemesi solution neydi, yırtıziye depnem koyuyoruz. Bir yerde biz şu bu toğun azrak toxtlayı da bilen değil mi? Tüyendik şeklindeki bir namalumluq tanımıyla kubik tanımısı da patıldı. Bir adamda bir namalum, bu bir namalum bilen münasebet. Şunu bilip koyunlar. Bir namalum nima arqılı ifade emas, x arqılı ifade. X'lik, şu namalumni kim icad qilgan? Al-Khwarizm. İsimler ketmegende ötken doğruluk sözü degan. Bu Al-Khwarizm bunu şey dep algan, şey narsa dep algan. Şu namalum degan hukmni musulmonlar chiqargan, mega kelgan chog'da nima kvadrat tanlimlar deganni musulmonlar da shu nimalar algoritmlar qilgan. Mega kelganda bu qanday qildi deganda shu 3 imavdagi kubik tanlimlar kelgan chog'da bu Ömer Hayyam qattiq ichgan berdi. Yani ayet dedik ax'ninki kub. Her qanday tanımıdır ki x'ninki kubisi, yani x'nin 3. derecesini ko'rsanglar, agar birli namalum bo'lgan bo'lsa, u shu kubik tanlimlarni bor. Yani kubik tanlimlarni yeshish kvadrat tanlimlarga qaraganda bekerek qiyin to'xtaydi. Ama Ömer Hayyam to'g'ri faraz qilib, tuz siziq va kompasdan ibaret an'anaviy geometriyak asboblarini ishlatib kubik tanlimisini yashkili bo'lmaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Aslidagi yesh usullari uchun Euklidning yesh usullari bo'lgan. Euklidning nimasi kelgan chog'da faqat qanday bo'ldi deganda o'sha kompas borku, kompas. Nerede bor deyman? Kompas. Nurg'un masalalar var mana maniye kompas deymiz. Mani kompas deymiz. Bu kompas orqali nima qilgan bo'ldi? Chambar sizg'in bo'ldi. Endi yana birisi nima deganda sizg'osh. Endi marks yo'q. Mayqida va marklar var hozir. Men mayqdan marklarni tuz. Mushu ikki asbobdan shu nurg'un geometrik masalalarni, tanlimlarni, kvadrat tanlimlarni hammasini yashkil bo'ldi. Lekin kubik kelgan chog'da yashkil bo'lmaydi deb mushu nima Ömer Hayyam buni xulolasini chiqargan edi. Buni buyat ko'rsatdi. Shuning bilan bir vaqtda boshqa usullar jazman talab qilinganligini bildirdi. Chunki shu vaqtlarda nurg'un odamlar mushu orqali og'rib ketganda, mushu orqali yashkili bo'ldi deb nurg'un olimlar boshqa turib ketgan, lekin bu odam yo'q, buningdan jazman boshqa usul kerak degan yakuni chiqardi.
Xo'sh. 1070-yilda 22 yosh vaqtida Ömer Hayyam o'zining eng cho'ng asri, ya'ni algebra va tangpunliq masalalarini ko'rsatish risolasini e'lon qildi. Uningda o'z topgan kubik tanlamalarni yeyishdagi bir qancha xil usullarni ko'rsatdi. U yana parabola bilan chambarning kesishmalari, ya'ni konus siziq deb o'tgan ko'rsatdik-ku, orqali kubik tanlamining geometrik yeyish usulini ko'rsatdi. Arximedes, ba'zilar Arximedes o'z vaqtida qilgan buni deydi. Ammo Arximedes 1000 yil ilgari bu to'g'riliq tadqiqot boshlagan bo'lsa-mu, u faqat konkret bir masalani hal qilish uchun sharning bir qismining hajmining yana bir qismining hajmiga bo'lgan nisbatini selishtirdi. Ammo Ömer Hayyam bu masalaning bir qadar umumyuzlik yeyish usulini topgan. Hammasini emas, men endi deb o'tay, bir qismini, hammasini deb, bir qismini umumyuzlik usulini. Ma'lum, bo'ladi-ku, turlarga bo'lib, ma turlarni hal qilgan bo'ldi, ma turlarni degandek ashnalarni qilgan. Bu nima? Amaliyotda men o'quvchiman, endi bu amaliyot uchun shu umumyuzlik formulani, shu kubik tanlashning umumyuzlik formulani 1530-yili Nicola Tartaglia şu kubik tanımlarınki yiyishning umumiy usulini o'tib. Bu shunchalik davr ketgan. Hozir bu masala hal bo'lib bo'ldi degan gapda. Shunday gap. Xo'sh, buni bu yerda to'xtaylik. Endi yana meyda Ömer Hayyamning yana bir muhim bir nimasi nima deganda, mana yilning uzunligini hisoblashdi. Men mayli mana o'qiyotay, lekin bir tushuntirgan bo'ldi. 1073-yilda Ömer Hayyam Saljuk imperiyasining poytaxti Isfahan shahriga mangulik to'g'ri chiqadigan kalendar tayyorlash taklif qildi. U chaqlarda yilning uzunligi doim o'zgarib turadi. Shunga imperiyaga nisbatan yilning turaqli kun sonini aniqlash ehtiyoj bo'lib qolgan. Ömer Hayyamni taklif qilganlar Seljuk imperiyaga tabe bo'lgan Persiyaning eng quvvatli hamda eng kuchli ikki kishidan birisi Sultan Malik Shoh, yana birisi uning vaziri Nizamiddin al-Mulk edi. 1074-yilda, yani bir yildan keyin Ömer Hayyam boshqa bir qancha talantli olimlarni o'zi bilan Isfahanga birga olib bordi. Isfahanda Ömer Hayyamga favqulodda yuqori ish haqi berilgan hamda imtiyozli turmushga erishtirgan. Malik Shoh Ömer Hayyamga Osmonni 30 yil ko'rsatishni maqsad qilgan rasatxona qurish uchun nurg'un pul ajratdi. Shu mezgilda Ömer Hayyam ayni zamondagi eng yiroq sayyora Saturnning orbitini sizib tamomlaydi. Saturn degan xeyli yiroqdagi nima bu? Biz qancha nima sayyora var, shu sayyoralarning ichidagi birisi. Shuning orbitisini nima Ömer Hayyam sizib chiqqan ekan. Isfahandagi mezgilda Ömer Hayyam bir yilning uzunligini hisoblab, tropik yilning uzunligini aniq belgilab, ko'rinarli to'g'ri aniqlikda xulosa chiqardi. Ömer Hayyam 1.299.983 kunning 2820 yil bo'lganligini bayqaydi. U tropik yilning uzunligi 365 toshqa 24-22 kun deb mo'ljarlab 7 muhim raqamgacha aniq ko'rsatib berdi. Gerçi buningdan aniqroq qimmatni keltirib chiqish nihoyatda moda bo'lib qolgan bo'lsin, jo'qlarda pulni jiqtapda shuni agar texminini topadi. Lekin hech kim buningdan oldiga o'tolmaganda shu vaqt. Chunki bu ABK cho'ng sanog'i 1.299.098 kunni
2820ga bölüp keltirip çıkan 7 rakamlı kıymetke hiç kim tan kelamaydi. Endi bunun mühimligini bilish uchun biz hozir bildigan tropik yilning uzunligini yilga 30 minut atrofida o'zgarganligini bilamiz. Hozirgi zamonda mo'ljallangan tropik yilning o'rtacha uzunligi ana 365 toshka 24 21 89 bo'ldi. Demak bu shu Ömer Hayyamning o 20 necha yosh vaqtida hisoblagan shu bo'yicha ta hozirgacha aniq chiqyapti. Yo. Bu ajoyib odamlardan qilganmiz, ajoyib odamlar. Ana sol tarafdagi shuni hisoblashda ishlatgan usullari, arabchani men o'qimayman, shuning uchun nim deb yozdi uni. Bilgin olmaydi lekin. Bu qadimgi arabchilar bo'lgan balki o'qishmi tas. Lekin mening bildig'im uzun bir nim bor va uzun bir nimningki ashyolik bir nimlar sallani bildirgandekdir. Abiyal uzun to'xtaydi. Mushuni bilib qo'yaylar, ma'noyi. Hozir ishlayotgan yilning uzunligi Ömer Hayyam hisoblab chiqqan. Buni qo'ysak. Biz bundan emasmi shu g'arb dunyosidan olgandeklam tuyuldiki amaliyotda o'z vaqt musulmonlardan ketdiki mana musulmonlar. Ya abay deb turibman bu jihnaslarni-ku bu hozir yangidan-ku bu mazmunlar va yangidan shu biz 20 yilda qo'ldikmi 20-30 yil ichida bu nimalarni qaytadan qilyapti. Masalan men abay ko'rsatgan shu kitoblarma ajoyib gaplar deganda bu kitoblarni qarayman. Asosan butun dunyoning madaniyati O'rta Osiyoning madaniyatida o'tmamdi. Bundaq gaplarni deyishgandi. Lekin shu nurg'un scientist deymiz, shu nurg'un ilm fan olimlarininki hatto Newton deymiz, Mauki keyingi Einstein deymiz, Galileo Galilei, ashlarninki naslining va nurg'unlari shu ba'zi hatto shu mushlarnikini ko'chaygan degan. Amaliyotda bir gapni masalan mesela Newton'un aldığım bu sakçı Newton eşi nimini kalkülüs nimini çıkargan çağda haklar tazavvur tebrikler atkan çağda özünüm diyen men jirahni körelligenligim deydi. Şu burunki ecdatlarının mürüsünü destek mürüsüge çıkıp kep çıkan diyen bir gapni qildi. Aynı gap bu emas, mürüs başkalarının mürüsüge çıkıp endiki jirahni köreldim diyen ma'ni bildi. Demek umu şu itiraf qilganda qilgan shu vaqtlarda. Ular kimlikini ko'rdi shu Arab Rimning nimalarini arabchaga tarjima qilgan arabliklarning taraqqiyotini degan fan texniklarning keyin italiyaliklar, yevropaliklar, yevropaliklar bularning lekin arabchini italiyacha tarjima qildi. Italiyaning Rim orqali qanday Yevropaga tarqaldi. Ala o'qiyotgan narsalar xuddi biz hozir o'qiyotgandek shu olimlarnikini o'qiyotgan burunqilarnikini o'qib mandaq narsalarni qilgan ekan. Mana mani o'qiydigan bo'lsak ham yana bir qo'pib to'xtamay yilni uzunligini hisoblab boqaychi deb. Amaliyot hisoblab qo'yganlar bor bu yerda. Lekin bu narsalarning asosini yaxshi bilishni, shundaymi? Xo'sh, endi yana birini ko'rsatayman. Menda bu bir muhim nuqta-ku, buni men tushuntirib o'tay dedim. Mana bu o'ng tarafga qaraydigan bo'lsak-ku, o'ng tarafda eda mana 3 nima deymiz endi buni rectangle desakmi bo'ldi, demasakmi bo'ldi, chunki bu rectangle emas. Rectangle deganimiz endi shu o'ttirlik so'g'i ABCD. U rectangleningki 4 yil bo'lungi 90 gradus bo'ldi. Tik 4 bo'lmoqda bu. Lekin yuqori qaraydigan bo'lsak, yuqorisi eng birinchi ABCD qaraydigan bo'lsak, ularning bulunglari bor. 90 gradusdan kichik, 490 gradusdan kichik bayqaydigan. Ost taraf qaraydigan bo'lsak, 450 90 gradusdan cho'ng. Nima? Endi biz boshlang'ishda o'rta maktabda o'qigan chaqlarda agar nam Yuklidiyani geometrni bilmaydigan odamlar kelgan chaqda, voy bu oljiq deb so'zlayapman nima deydigan gapda tik bulungninki bulungi 90 gradusdan kichik bo'ldi yoki cho'ng bo'ldi degan. Mushu xunlarni shu vaqtida Ömer Hayyam o'ttirib qo'ygan ishlar bo'lishi mumkin deganlarni. Nima uchun deganda
Beşinci aksiyom deymiz o. Beşinci aksiyomluk tüzsüzlük, içki paralel sızlıkның nimeleri hususiyetini tadqiq qilgan chaqda mushu boshqacha usullardan tadqiq qilsak bo'ldi deganda mushtaq tushunchalarni o'ttirib qo'ygan. Buni Ömer Hayyomning qo'shgan bir to'pisi. Andikin mavo sol tarafdaki resmi emas, sol tarafdaki kitapning nimasi var o mushu Tehran Üniversitesi saqlanayotgan shuningki Ömerninki bir kitobininki birinchi betga. Ana endi ko'ryapsizlar bu shu chambar nimalar orqali qashadi. Endi parabolam turdi andikin shunday narsalar orqali shu matematiklarga aniq chiqib ko'rinib turdi. Shuning uchun Ömer Hayyomni şairler emas o. Şairden qaraganda o bekerek matematik. Şunu bir koy. Ben burun unutup qalganmı kitap bilmem lekin bana bugün yanı tuyuldu bu Ömer Hayyomning matematik şiiri. Google'larni search qilamiz, Türkçelerden qaraydigan bo'lsanglar, bu men hozir nayt qisqa dedim, bu kishi to'g'riliqli so'zlaydigan bo'lsa 2 soat o'tirib so'zlayman, gap hozir unda emas. Mesela bu hukmlarni tushuntirish, nimalar bu nurg'un sohalarga nima qilib ketadi bu. Men dedim bu Evklidiya geometriya, Evklidiya bo'lmagan geometriya, o andiki nimalar kvadrat nima kubik tanlimlarni yeshish, shularning hammasi keyin olib kelib shu hozirgacha tadqiq qilinyapti shundan keyin. Masalan, 4-darajali tanlimlar bo'ldi. Andiki 5-darajali tanlimlar bo'ldi. 5-darajali tanlimlarni ma'vo Galova deganlar shu 70-80 yildan burun aran yashaydigan. U nayt ustun nimalar ketadi. Bular to'g'ri bu yerda uzun to'xtab ketmaydi deyman. Bu yerda mishagichi bo'lsin. Endi yana birsiga o'taylik. Şeraf el. Bu Şerfdin endi bu yerda Şerfeldin el-Tusi debdi. Şerfdin el-Tusi deb alsak bo'ldi endi. Chunki yana bir el-Tusi bor, shuning uchun ma'ni Şerfdin el-Tusi deb olaylik. Şerfdin el-Tusi 1135-yilda hozirgi İranning sharq shimolidagi Tus degan shaharda dunyoga kelgan. U Tus degan shahar o'z vaqtida Seljuk imperiyasining nimasi tavasiga kiradi. Ama Iroq nimalar hammasi Seljuk imperiyasining turklarning ta'siri kuchayib şu imperiyanın davrida. Şu vaqtlarda hamda şu turklarning yerlari sak bo'ldi. 1213-yili İran'da vafot bo'lgan. U İslamning oltin davrida yashagan donglik matematik va astronom. Ömrünün ko'pincha qismini Damashq, Alep va Mosul shaharlarida Damashq, Alep hozir nerede? Alep İran'da mı ne? Mosul Irak'ta. Ama Alep diyen Benim coğrafyam tadı yaxşı emas ya. Ya şu yakın yerler bir yerde. Çünkü vaqtlarda uzun ayıplar o'rtog'ini olmagandan keyin yakın. Şeylerde hem de o'qituvchilik va tadqiqot ishlari bilan o'tkazgan ekanlar. Şerifdin el-Tusi matematikadagi ta'sirli tadqiqot orqali dunyoga tanilgan bo'lib, u kubik tanlimining musbat real yildiz mavjud bo'lishining sharti va bu xil tanlimlar Suriyada ekan, Suriyada. Suriyalman. Bu hal qilishdagi raqamlik usullarni topgan. Bu yerda raqamlik degan narsani bu yerda bir nihoyatda ta'kidlab o'taylik. Mana raqamlik usullar bor-ku. Keyincha shu 19-asr, 20-asrdan boshlab raqamlik usullar ishlatishni boshlagan. Uni raqamlik usullar degan nima deganda shu programlashtirib, sonlar orqali alanı hisoblash deganda uning logikalar, bir nimalarni algoritm deymiz, algoritmlarni tuzish orqali chunki bu shuning sharti nima? Abay Ömer Hayyom kubik tanlimlarningki bir qismini yashirgan va madam kelgan chog'da shuningki real yildiz mavjud bo'lishining sharti va bu xil tanlimlarni hal qilishdagi raqamli usullarni topgan. 13-asrlik dangliq biografiyer Ibn Abu Usayna uning geometriya va matematika ilmida ko'zga ko'ringan. O'z davrida tangdishi yo'q
alim dep yuqori baho bergan. Shunday yuqori baho bergan. Bu müşinchilik qilinib qo'yadi. Endi buningki eng muhim bir nimasi bormi? Matematika bir tushunchasi. Ya'ni matematikada balki funksiya degan tushunchadan balki anlagan bo'lishinglar mumkin. Unutib ketsanglar mayli, ba'zida nima qoldim ham. Funksiya degan tushuncha bormi? Matematikada aytib bir oddiy tushuncha. Shu tushunchani shu Althussi eng dastlabda o'ttirib qo'ygan. Onun yazgan Tanrılar hakkındaki Risale namlı kitabının ilingan meydeki bir sol taraf suratı şunun çıktı. Onun da birden 3. dercisi boğan bağırlık Tanrılarını 25 yıllık bölüp ulanın yıldızlarının mevcut buluş şartlarını bayanlıktan. Mesela kitaptaki şu bitti. Abi ben depettim var işte türler böldü de bir adam bunu 25 türlü böldü. Yani hemmisinin kanda yeşil işaretleri aşağıda tahlil oldu. Ama oturlik nesli diyen fonksiyona düşenci. Fonksiya diyen çağda mesela x diyen x diyen bir toplam dep alsak, y diyen bir toplamdaysa şu x'nin içindeki her bir elementini y toplamının içindeki ma'lum nimelerge ulaştırdıgan muşta bir düşenci değil mi? Grafik cihetini etken çağda adil bir düşenci. Muşine şu Althussi en dastlabda tushuntirib chiqqan. Endi bu belki biraz abstrakt gaplar bo'lib qoldi ama menda ma'nosiy tushunadi. Funksiya degani-chi azroq bir tushuncha beradi. Endi funksiya deganimiz bir ifoda, qoida yoki qonuniyat bo'lib, bir noma'lum bilan boshqa noma'lumlar o'rtasidagi bir munosabatni belgilaydi. Funksiya matematikada umumlaşkan hukum bulup, ilim fende fiziklik münasebetlerini tasvirlashda kambus bulmaydı. Bu hukumni Althussi 1209 yılı dastlabda o'ttirib qo'ygan bo'lib, zamonaviy aniqlamasini 1837 yılı. Eğer ko'ringlarmi mana yerda qancha yil o'tib ketdi? 570 yılda ötkenliği ki Avrupalılar bunu kayıtlıdın kolap çıkıp endiki onun zamanı bir inaklanmasına. Asildeki inaklanması yani şu nemi karaydı, Althussi karaydı. Şunun için bununki rolüne ait mühimdi. Ama veya da bu sol taraftaki nemilen karadığımızda ama funksiya degen düşüncede kanda karaşlıyla degen o tarafta bir asbab durdu o ya da. O bir asbab mesela bir maşin olsun onun ma'lum narsalarni sağgandan keyin shu rollar orqali ichidagi mexanizmlar orqali u andagi bir narsani ishlab chiqarish. Bu funksiyaning bir tushunchasi bu. Input output deydi. Input deganimiz kirgizgan narsa, output deganimiz chiqqan narsa. Rule degan shu qoida degan gapda. Uni matematik nimasi bo'yicha aytgan chog'da bir noma'lumlikniki birinci derece naməlumluqda veya fx tang oldu 2x plus 1 degende bu evvelde funksiya degan ait murakkab bo'ldi. Bu biyadiki bir naməlumluq birinci derece funksiyani siziq funksiya deb atıldı. Bu funksiyanın bir adli tushuncha. Yani eğer de jadval orqali ifodalangan bo'ldi, jadval ko'ringlarmi o'ttir jadvalni x y. Ama eğer x'in minus 2'ni versek astaki fx orqali hisoblagan chog'da 2 ko'paytimiz minus 2 minus 4 plus 1 minus 3 chiqadi. Shunga o'xshash mana jadval orqali ifodalagan bo'ldi. Ya'ni graf orqali ifoda. Graf orqali ifodalagan. Mayli graflar aning graf emas. O'zinglar bilsa bu yerda birinchisi siziqlik graf, ikkinchisi parabola graf, uchinchisi kubik graf. Kubik graf arkadaşlar. Anladın nima? Muşundak yani fonksiyalarni ko'rgandan keyin xotirjamlik haqlarga yo bizni javob qilsak bo'laveradi. Shuni deb aytaylik. Xo'sh, endi yana bir Althussi var. Bu Nasriddin Althussi. Bu ikkisi ba'zilar balki bu ikkisi urug' tuqqanmi deb aytishmi? Ya undaq emas. Bu yerda faqat nima deganda Tus degan shahar tug'ilgan degan gap. Shuning uchun ma'ni
Nesrdin Eltusi. Nesrdin Eltusi bunun to'liq ismi Mehmet ibn Mehmet el-Hasan Eltusi. 1201-yili fevralda hozirgi Iranning Tus degan shaharda tug'ilgan. Buningga tug'ilgan nima oylardan tortib nimkanda, demak buning asarlari obdan saqlangan degan. 1274-yili 26-iyun 73 yaşında Bağdat şehrinde vefat bulgan. Eltusi matematika, felsefe, astronomiya, binakarlık, ilahiyat, İslam tibabeti, müzika, logika, fizyologiya, edebiyat ve coğrafya katarlık ilim fen ve ictimai fen sahalarında bir yürüş yeniliklerini yaratkan O'rta asrdagi eng ulug' olimlarning biri bo'lib, hayotida 150 dak kitob yozgan. Bu kitoblarning qanchasi qoldi bilmayman, balki xillari qolgandek bo'ldi. Chunki u 1200-yillar vaqtlarda hamdaliqindek ko'ydirish, nima qilish vaqalar o'tib ketgan vaqtlarda balki ko'proq saqlanib qolgan. Matematik sahasida u trigonometriyaning yaratquchisi deb tanildi. Trigonometriya deganimiz bilamiz ғой, endi bir uch bulung nazariyasi degan gap. Eltusi insonlarning asli, men shuni deb yozib qo'yay dedim. Eltusining mana bir yeri bor ekan. İnsanlarning aslini deydi. Hayvonlar bilan munosabatli, hayvonlarning bilish doirasi cheklik bo'lganligi shundan insanlar hayvanlardan üstün o'rin turdi degan ko'z qarashni bu o'ttirib qo'ydi. Bu ko'z qarashni o'ttirib qo'yish nihoyatda nima bir jur'atli, g'ayratlik bir ishda o'ylab turdim. Yani bir yerde bunu demek, bunun ham to'g'rimi, to'g'ri emasmi, o to'g'rilik degan bilan, lekin mushu gapni deganning o'zicha Charles Darwinni bilamiz ғой, Charles Darwinni. Charles Darwin'ninki tadrij taraqqiyot nazariyasini Charles Darwin dastlabda o'tirib qo'ygan deydi. Amaliyotda shu tushunchani Nasrdin Eltusi eng boshda o'tirib qo'yibdi. Men o'ylab turdim va u evolution deymiz, tadrij taraqqiyot nazariyasi deb oldikmi Uyg'urchada. Shuning asosini shakllantirgan kishi Charles Darwin emas, Nasrdin Eltusi degan. Acayip bir nima bu, acayip. Bunu mu ben degan gaplar emas, chunki diqqat qilib, buni nurg'un ishlab, hozirgacha talash tortishlar bu haqida, endi talash tortishgan odamlar degan shundoq deb qaraydiganlar, adam mendeklar masalan, shundoq deb qaraydiganlar albatta shu to'g'riliq ma'lumotlarni to'plab isbotlaymiz. Unda deb qaramaydiganlar bo'lsa-ku, ular yo'q deb nima qildi. Mening bu yerda deganim, men xato tushunib qolmanglar, mening deganim ma'ni mushu evolution nazariyasini Eltusi va Nasrdin Eltusi dastlab o'tirib qo'yganga men qo'shilib bergan. Ba'zi yo'q, Yevropaliklar qilgan u bu deydi, lekin men isbot batsamadi. Nima? Xo'sh, bu deb yerda o'zim to'xtayman. Endi men yerda Eltusining matematikadagi bayqashlarini bir nima eslab o'taylik. Eltusining matematika qo'shgan cho'ng to'plarining biri trigonometriyani astronomiya tadqiqotida ishlatadigan bir qurol deb qaramasdan, balki uni o'z oldiga matematikaning bir tarmog'i deb qaragan. Kvadrat şekiller to'g'risida degan asrda Eltusi tekishilik va shar trigonometriyaning to'liq sistemasini tunji qitim o'ttirib qo'ygan. 1265-yilda yozgan bir qo'lyozmasida Eltusi butun sonning xohlagan darajalik yiltizini tepishning usulini o'ttirib qo'ygan. Bu usul gerçi bu usulni aslida boshqa bir olim topganlikka keyin aniqlangan bo'lsa-mu, Eltusining uni sistemalik holda xuloslab chiqqanligining o'zi matematika qo'shgan o'chmas to'pisi deb qaraldi.
Yani L2C'nin ismi çok aşırı ama L2C, 2C couple deydi mi? 2C cüpsi degan bir matematiklik uqumdan ne dastlab yaratganlık için namı çok şu bütün Avrupa sahasında bütün dünya namı 2C couple dese şu fizikte astronomiye geologiya şundaq fanlar qilamiz mexanizm shunday qilamiz men 2C cüpsi degan nima deganda men bir o'qiyda endiki birdan tursa ko'rsatma shuni qanday bo'lganligini 2C cüpsi matematiklik bir uqum bo'lib bir kichik chambar diametri uning ikki hassasiga teng keladigan bir cho'ng chambar ichida aylanganda kichik chambar cho'ng chambarning aylanmasini bo'ylab aylanganda bir nuqtaning izi cho'ng chambarning diametrini bo'ylab bir tuz chiziqni hosil qildi degan. Bu yerda albatta buni o'qish biroz mujmal jumla lekin men birdan tuan nimani tushundirganda bu noyatlik nima bo'ldi. Masalan men bu yerda bir chambarni ko'rsatay. Masalan mana bu chambarni olaylik. Agar bu chambarning ichiga yana bir kichikroq chambar, kichik chambar. Masalan bunday chambarni qara. Ma chambarning qani agar mushu chambar bormi, bu chambarningki ma'lumotga nimasi radiosi ma'ninki 20 ga teng bo'ldi. Agar mushu aylanib mushu cho'rildi mushu aylandigandan keyin bor, aylanib kelgandan keyin mushu yerda ma kesish nuqtasi bormi, kesish nuqtasi mushu cho'ng chambarning diametrini bo'ylab bir tuz chiziq hosil bo'ldi. Albatta bunun nima alaydiga bor degan gap chiqdi. Bu nima nima uchun? Chunki bu birisi qarang nimani bildirdi deganda shu aylanma harakat tuz chiziq harakatni aylan hosil qildi degan bir hukmni bildirdi. Endi keyin shu koinot bormi? Koinotdagi shu harakatlarning ma'lum nimasini aytgan chog'da shundoq bir shakldagi harakatlarni hosil qiladi. Chunki keyin bu kainatdagi jismlarning harakatları shularni hisoblashtirib L2C'ning shu 2C couple degan noyatda ko'p ishlatilgan. Ko'p ishlatilgan hamda ishlatilyapti lekin o'zgartirilgan narsalar bor. Mana mexanizmda masalan injenerlikda masalan nima deymiz motorning nimasi bunda aylandi-ku. Motorniga aylanardi, lekin mashina old taraf mingyapti. Qandaqlarcha old taraf mangdi aylanma harakat tuz chiziqli harakatni hosil qildi degan bildirdi. Bunda hukmlarda bu. L2C bu hukmni 1247-yilda yozgan Tahrir al-Majlisti nomli asarda dastlabda o'ttirib qo'ygan bo'lib, Ptolemiyninki Almagistiki planetlarning harakatini tasvirlaydigan nazariyaning o'rnini oldi. Almagist deganda balkim anglagan bo'lishimiz mumkin hamda uni o'qib chiqqanlar balkim nima. Almagist degan asosan nima deganda shu koinotdagi ma'lum sayyorlarning harakatlarini tasvirlab chiqqan Ptolemiyning adamlik asari uchun. Shuni o'rnini, shuni L2C'ning yozgan kitobi ani o'rnini oldi. Bu nima degan astronomiya ait cho'ng bir nima bo'ldi. Bu andan men kelaylar, endi men kelgan chog'da qani shu ulanmani borku, mana qanday qilsa bo'ldi deydi. Ko'stay deganimcha aylan. Mana men yerda men birdan ko'stayga vaqt chiqsa. Wikipedia kima? Ha? Wikipedia'dagi ulanmani 2C couple deb ma'no borku, men inglizcha ma'no urgandan keyin chiqib yashadi ko'rsatib qo'ydi. Ko'rsatsak aytdi. Mening ekranimda bor endi. 2C couple bir kichik chambar, cho'ng chambarning ichida aylanyapti-ku, aylanib o'tib, endi bir tuz chiziqni hosil qildi. Bu nayt qiziqarli narsa shuni bir. Men ya linkini aytib o'taymi? bo'ldi. Linkini men salamayman ki, telefonimda geldi. Ya men sal turib eng oxiri bir vaqt chiqqan men ulab ko'rsatay. Hozir men almashmayman. Ekran almashsaq biroz
nima qilib ketdi. Bo'lamda. Bak. Endi men ko'rdinglar, ma o'ng taraf qaraydigan bo'lsanglarchi, Al-Tusining kitobidagi Tusi jüptisini ko'rsatgan yer. Shu o'ttirdagi kichik chambarning o'xshamagan vaqtdagi harakat izlari ko'rsatyapti. Mushundan ayet iniq tushunadigan tuz. Buningda o'z vaqtida bu maqom e'lon qilganlar hayron qolgancha bu vaqtda. Alman gazetida ba'zi bir teoriyalarni, ba'zi bir nazariyani og'dirayotganimiz, shuning uchun jiq talash tortishib eng oxiri shu dalil ashad turdi. Dalil ashad yozgan kitob shunday. Ma tövendikisi manında ko'rdinglar, abay deb o'tdim. Kichik chambar ma cho'ng chambarning ichida aylanayotdi. Ma kichik chambarning diametri cho'ng chambarning diametrini 20 keldi. Andiki meyediki ma nuqta var, meyediki ma nuqta mustaqil kelib astlik a nuqta deganimiz. Astlik a nuqta berib aşırıqı. Tövendikini ko'rsatayın, tövendik. Tövendik oq chambar var. Ashin demakchiman, ashin demak. Ana kichik chambar cho'ng chambarning ichida aylanganda diametrini bo'ylab, cho'ng chambarning diametrini o'ylab bir tuzsiqni hosil qildi ol deganda. Ben deganlik bilmem. Graf orqali naydi tushunishlikda bu. Shundami? Ma kichik chambardagi ma bu kichik tuz diametri ma qizil cho'ng diametriga udil keladi yani. Tuz desaydi. Ya o'naqa nimasi u faqat diametr radiosini ko'rsatyapti-ku. Men demakchi olan kichik chambarning diametri. O cho'ng chambarning diametrining 20 keldi. Asli chambarning uyni balalar yasab ko'rsatganlar. Men abay ko'rsatdim, mushta chambarning ishkini siziblar o'ttirg'imdan alinib qilib, mana mayan texim yaxshi kelgan. Mundaq qilib mushta aylantirib berganlar. Birisini rang qilib, andikin aşağı mesela bir nuqtani qilib, shu nuqta mundaq kelib, oxiri qanday bo'ldi deganda, mundaq voy qo'limdan ketib bordi. Mana bu. O'ttirlik diametrini ko'raman, shu sizga keltirib chiqdi. Bu bir o'yin emas, bu bir o'zini qoyil qilgan narsa buni. Bu ne bir deb andikin mavu Al-Tusining yana bir narsa var, law of science in trigonometry deydi. Trigonometriyaning sinus qonuniyati deb bir term bor. U termini shu Al-Tusi topgan ham isbotlagan. Form ko'rgan. A'ning sinus A nisbati teng bo'ldi, B'ning sinus B'ga nisbati teng bo'ldi, C'ning sinus C'ga nisbati degan. Bu har qanday nima shar ustidagi nima trigonometrik nimaga ushkunlik nimalarga xususiyatga uyg'un keltirgan bir narsa. Xo'sh, buni mishad tushuntiraylik. Endi eng oxirgi birsi keldik. Bu bo'lsa G'iyosdin Jamshid al-Kashi. Men buning ismini dastlab ko'rgan chaqda biroz hayajonlanib ketganimcha, Kashi degandim, al-Qashqari emasdi deb aqtirib baqsam, bunday emas ketganda Kashi degani u buni tug'ilgan shaharning ismi Kashan degan shahar ekanda, Kashan degan shahar bo'lgandan keyin shuni Kashani deb olgan, shuni Kashani degan shu. Shuning uchun Amerikaning kongressida o'tganda bir nima birsining ismi, bir 7-8 yılın bunun o da bir Qashqari deb bir adam bor shu. Bu adam bilan men bir ko'rishgan chog'da shu sen Qashqarlikmi deb so'rasam, "Atti bog'imning bir nimasi shu yerdamiki" degan gapni qildi-ku. Hamda shu vaqtda masalada Mahmud Qashqari degan ismi shu, shundami? Bir nima Buxoriyda Buxorada tug'ilgan, Al-Tusi degan bu Tus degan shahar tug'ilgan degandek shu vaqtda. 10 yılın aldıda bir Gollandiyaga aşağı Amerika'nın bir kartellik yetim kelip ma torda tanıştıkken bir başka biraderler ben. Uygur'un evladı iken diyen şu çağda. 10 yıl oldu ki ve qanday Uygur'un balası iken sen desek o anısını anlaganken. Şu mo'qurug'ligiga bağlayken özünün tarixine. Mo'qurug'u çöküp ketken çağda Amerika'ya çıkıp kalgan. Banda düşündügenlikin diyen. Bu tarih nimini arkeologlarının kendimisi de temisi. Lekin şu aş Qashqari degan tek ata onun sözünün mesela aylık familya namı galit etti. Hazır esleyemedim ama Uygur'un avlar diyen taşı. Ya mushundaqliqi masalan
Qashqari deydigan, Xotani deydigan, Yakani, Charchini deydigan ismlar uchun menimcha bu shu 60-70% shu bir narsa shu yaqin zamonda shu yoqlardan kelgan deb qarash bo'ldi. Endi Uyg'ur degan huquq nayt kam huquq uni bilmaymiz. Shundan Uyg'ur degan nayt bir o'sha tong davrida ish qilib Xitoyni so'ragan bir millatda undan keyin bular u yoq bu yoq qilib pochinib u yoq bu yoq ko'chib shuni nurg'un yerlarga ketganda Uyg'ur degan ne birisinin tigi Uyg'ur bo'lganligini uchun tepishni ayt asan. Mundaq ketgan ayt asan. Bu to'g'ri to'xtalib ketmaydi, mantiqni tutaylik. Endi G'iyosdin Jamshid al-Qashani 1380-yilda hozirgi Ironning Qashan shahrida dunyoga kelgan. 1429-yilda iyunda hozirgi O'zbekistonning Samarqand shahrida vafot bo'lgan. Mishalda men bir narsani deb o'tay dedim endi bu yerda. Bu al-Qashanining vaqo bu shu islom dunyosidan tarixni tatdi hozirga kelguncha eng oxirgi matematik olim deb tanildi. Shuningdan keyin chiqmadi. Hozirgacha birasini qo'pib musulmon matematik, ma'lo qator matematiklar chiqmadi. Yo'q bo'lib ketdi degan gap. Bu to'g'riliq jiq munozirlar bo'lgan qandoqlarcha shu vaqtda to'xtab qolgan degan ma'lum sabablar bor. U sabablarga kirishib ketmayman shuni deb o'taylik. Eng oxirgisi. Buni men shuning uchun bu endi eng oxirgi matematik bo'lib qolganligi uchun emas, bu eng oxirgi o'taqliq dunyo matematikasiga ta'sir ko'rsatgan matematik bo'lganligidan mening tizimligim kirdi. Meyda o'qiydi. 1917-1920 yillar Timur imperiyasining sultoni Ulug'bek Samarqandda ilohiyat, qonun, logika, matematika ve tibbiy fanlarni tadqiq qiladigan bir cho'ng madras, ya'ni buni akademiya desam bo'ldi, qurgan va bu yerga har qaysi sohadagi eng ilg'or olimlarni taklif qilib ishlatgan. Bu Ulug'bekning kimligini hammamiz bilamiz-ku, hamda u nimaning Ulug'bek deb nomi. Navrisi. Nima Timur xonningki navrisi. Ya çevresimi yani. Nevrisi. Ama Ulug'bek degan o'zi bu bir padişah bo'lib qolmasdan bu o'zi bir scientist, o'zi bir olim. Astronomiyaga, matematik fanlarga qiziqgan. Shuning uchun boshqa o'z vaqtida bir mezgil boshqa ishlarni qilmasdan bütün dünyada kimning nomi chiqsa shularni hammasi Samarqandda chiqib tadqiqot qildi. Endi yerda bir akademiya qurdi, keyin ashada dunyoda eng cho'ng rasatxondan bir. Ularni hozir o'qib o'tay, lekin to'xtaydi bir. ishlatgan. Al-Qashani shu davrda oldin qator turadigan matematik va astronom bo'lganligi uchun u 1920-yili Samarqand akademiyasiga a'zo bo'ldi. 1949-yili Ulug'bek o'z o'g'il tarafidan suiqasd bilan o'ldirilgan vaqtga qadar Samarqand islom dunyosining eng muhim ilm fan markazi edi. Amaliyotda qaralmaydi, islom dunyosida emas, butun dunyoning deyish. Bu vaqt Samarqandni ilm fan kelgan chog'da bu vaqtlarda 1949 men deb o'tdim-ku, Yevropaning qorong'u davrida, Yevropaning hech nima chiqmagan vaqtlarda. Vaqtida o'sha Samarqandni markaz bo'lib ketdi. Buni jiqadamlar bilmaydigan-ku, Samarqandni undoq-mundoq. Bu bu o'zbeklar bilan uyg'urlarning hech qanday farqi yo'q. Men qanday xulosalarni chiqardim, mushundaq madaniyatlarni biz uyg'urlar yaratgan degan xulosalarni chiqargani bo'ldi bu yerda. Nima uchun mushlarni chiqarib tadqiq qilmaymiz? Men ba'zi nima qilib qolmanda. Bizning ba'zilar qo'pib boy Ulug'bek o'zbek deydi. To'xta, o'zbek bilan uyg'urning tarixini bil oldi. Bilasizmi? Bu ishtahda hamda mezgil edi. 1924-yilda Ulug'bek dunyo bo'yicha eng cho'ng, eng ilg'or astronom uskunlar bilan ta'minlangan bir rasatxonni soldirdi. Al-Qashanining Qashondagi dodisiga yozgan ikki pochiq ketida
Men isbotini ko'rsatdim. Mana bu dadisini alağısı ikki parcha xatni yozdi, uzun xatda dadisiga. Dadisi yozgan chog'da shu vaqtdagi bir tarix nimalarni bir tafsilroq tushuntirganda, buning da nima deganda shu rasatxonaning qurilish jarayoni va turli astronomik uskunlarni shu rasatxona uskunlarini tanishtirdi. Andiki o'zining shu Ulug'bekning eng yaqin maslahchisi bo'lib ishlaganligini bildirdi. Bu tarix paketda shu bular bor bu xatlar ham bu 15-asr kishilar ularniki biroz obdan saqlanib qolgan narsalar, saqlanib qolgan. Shuning uchun bu yerda buning tarjimonini shunchalik nima qilay. Endi tuanda buningki ko'rsatgan matematikadagi eng ta'sirli ishlarning birikisini bu yerda o'tma. Bu 1927-yil. Qani qancha yosh vaqtga qarab boqaylar. 380-yil tug'ilgan bo'lsa 40 yosh bo'lmagan vaqt ekan. 1927-yilda Al-Kashani Samarqandda o'zining eng ulug' matematik asri Risala al-Muhtiya, ya'ni aylanma to'g'riliq risolani tamomlab birlik chambarning aylanmasının uzunluğunu seksagesimalning 9. o'rnigacha hisoblab chiqildi. Yani seksagesimal deganimiz 60 ni asos qilgan sonlar deganda. Mesela 61 qattiq 120 bo'ldi, shundaqmi? Shuning o'xshash seksagesimal degan bu o'z vaqtida bu Babil davrlarida shu nima taraflarni keng doirada qo'llangancha o'nliq emas. Hozir bizning o'nliqqa 9 qislangan degan 10 oldu, ondan yana bir qatlagan 100 oldu. A degan seksagesimal 60 ni qatnashtirib ma'nozgan. O seksagesimalning 9 o'rnigacha. Uni hisoblash baxtaschi uni. Shuni bilib qo'yaylik. Buni ham bizning hozirgi desimal sonlar sistemasiga aylantirgan bo'lsak, pi'ning 16 o'rnigacha aniqlab chiqqan bo'ldi. Pi'ning qimmatini hisoblash uchun Al-Kashani ma'no anglab qo'yinglar. Pi'ning nimasini qimmatini hisoblash uchun Al-Kashani 805 million 306 ming 368 taraflik poligon ishlaydi. Poligon deganimiz nima degan chog'da? Poligon deganimiz nima degan chog'da ko'p taraflik nimalar bo'ldi-da, nima? Yenimda yo'q-ku. Abi bir yerda Çok kaçıp gidip kaldım abi. Bir telefon kelib qolibdi-ku. Bormanminglar? Hozir Allah'la. Anladım. Mana chambarni olaylik-ku. Bu chambarlikmi pi'ning qimmatini hisoblash uchun buni qanday qildi degan uchun buni poligonlar o'zgardi. Masalan, dastlabda buni o'ttirga bir kvadrat sizdi. Kvadrat bilan o'ttirga bir kvadrat sizdan bu chambarni yana cho'ng kvadrat qoplaydi. Endi shu orqali asta-asta buni ko'p taraflarni qilibchi. En ahirgi payning qimmatini hisobladim. Men shunchalik tushundiray, o'tgan bir leksiyada aniq tushundigandim ularni ko'rsatdim. Endi sonni qarab qo'yinglar, 805 million tarafli poligonni chiqarish degan u vaqtdagi nimalar orqali qanchalik tasdiqlanganini bilasiz. Uning rekordini 200 yilda saqlanib kelib, endi 1596-yilda Juan Chilion degan bir italiyalik matematik uni rekordini buzdi. Ama ya da sol tarafki jadval qaraydigan bo'lsangiz shu yerda o'tdi-da. Bu pi'ning qimmatini hisoblash uchun nihoyatda qadimgi bir masala bu. Aning debdimi 2000 miloddan 2000 yil burun birinchi o'rnincha hisoblab 3,16 gacha chiqib ketgan. Pi'ning hozir qimmatini biz bilamiz-ku, 926 va qazashlar çok uzun sallar. Bu şu vaqtda var. Yani keyin asla kelib Al-Khwarizmi 3 toshqa 1416 gacha hisobladi.
ya. Aslas gelip Al-Kaşani kelgen çağda ani köydün ama ani 16. orunga geçe. Ma degan desimal sanlar sistemasining almashtırganda hazır. 16. orunga geçe yani aniq hisoblab chiqqan shu vaqtda. Bu 1930 yil chiqaribdi buni. O'zi abaykini anda shu 40 necha yosh vaqt endi, 50 yosh vaqt. Bu andikin ta 200 dek rekordni saqlab, andikin 18. o'rin qaraydigan bo'lsanglar, Van Chiolien degan 1596-yilda 20 o'ringacha uni aniqlab chiqqan. Bu bir matematikadagi uzun miloddan 2000 yildan burun ta hozirgacha ta bugungacha hisoblanayotgan bir pisan. Mana bunday hozir ma leksiyadan burun men aqtirib baqsam, bu eng yangi rekordni ma bu Şvetsiya Üniversitedeki bir matematik hesaplab chiqib, ani ko'rdinglarmi? 62 trilyon digitgacha hesaplab chiqdi. Qizil xat qaraymiz. 62 trilyon degan bu nima degani? Bu yani men o'tganda shu bunda qimmatlarni hisoblash jarayonlari kompüter barliq kelgandan keyin tezinib ketganda hozir shu cho'ng shirkatlarni shu Google deymiz, Amazon deymiz, Tesla deymiz, hamma shirkatlardan yana shunday narsani hisoblaymiz. Ham universitetlarda yana shunday narsani shunday sonlarni hisoblaydiganlar. Endi asosan buniki qo'llanishchanligi nega keldi degan chog'da shu kompyuterning kuchini sinashda. İşkola kompüterni zaten qanchalik nim qila oladi degan. Men bu shunday narsani bir hisoblab ko'rib baqdim. Hozir osonlashib ketdi, yani formulani hisoblab, formulaga sonni solilaganda oxiri bir yakagada kompyuterda bir narsa keldi, voy. Nima memory yani saqlam nima saqlash da ish ketdi yoki ashta bir nimadan keldi ekan. Demak, cho'ngaroq kuchligina kompyuter yani nima qilgani bo'ldi degan. Hozir ajablanarlik ish emas dedim bu, ama o'z vaqtida nayt ajab. Chunki ko'ringlarmi, yerda har bir o'zgarish degan shu 18 songacha 18 nimaga kelgacha qaranglar yerda. Ketgan yil 2000 yildan jiq vaqt ketibdi. Shunchalik kerak. 3600 yillik vaqt. Shu Van Chiolienning asarlari kelgan. Mustaqil. Endi bu yerdan buningki dalillari hammasi bor deb bo'ladi. Chunki Al-Kaşani keyinroq, yani 15-asr 1429-yil shu andagi vaqtlarda jiq materiallar saqlanib qolgan. Yani O'zbekistondagi shu rasatxonalarda shu yerda saqlanib qolgan kitoblar balkim ko'p bo'lishi mumkin. Lekin afsuski bu kitoblarni anglasam o'qiy oladiganlar bak oz deydi. Chunki bizning yozig'imiz bor-ku. Biz arab yoziqni o'zimizga nima qilib qabul qilib ketganmiz. Bu nihoyat ilg'or yoziq amaliyotda. Bu keyin bu yoziqlarni yangi yoziq deb, yana bir nima yoziq deb, voy bu nima qilib qalaymiqonlashtirib hozir shu bo'libmi Türk devletlerindeki Müslümanlar özlerinin 100 yıldan burun yazılgan narsalar okuyamaydigan derece. Üzüldük. Aydı bir için şey. Muştaq kitaplarına ait diyecek. Ben Semerkand'da bağlandı köygendim bir kitaplarında okutup baksam pek koyun kitaplar var ki. Köçegen kitaplar değil mi? Ulaklarda nimdetti o ne? Mahsus şu yazıkçı kılan can bakıdan. Kuda hazır ki biz okşaş kompüter analizler okşaş var o. İşleydiganlar şu işlerini kılatkan bir kitapını köçürüp, onun nüsxelerini kayıt köçürüp, ait çıraylık numaralarını çıkırdım işten. Bek çıkıyor kitaplar. Şeylerini bir bu kitapların nurgulları şu ben abimde bütün müştak kitapların nurgulları var mı? Hazır Avrupa'da Gollandiya, Svisya deyimiz şu Finlandiya, Avrupa'nın hamma devletlerinin kütüphanelerinde jiq. Muştaqlarni o'qiy oladigan bo'lsak, bu bir
Yani bayqaşlar buluş mümkün ha? Bir yenilikler oldu da mesela aşağıdan tip çıkışımız mümkün de. Bayqıdakilik tapamaganlarını vay mani Avrupalık çıkırıptı deyse mani men meyedin ma bizning alpalarni chiqarib o'tgan o degan ashta dalillarni ko'rsatgandek u nim qilib ketadi. Mana bu yerda jadvallar qarab baqadigan bo'lsanglarni sonlar. Endi bu yerda seriq qaranglar, seriq qaradigan bo'lsanglar ashada yuqori azoq tushuntirishlar va ostida sonlar ko'rinyotidi-ku. Sonlar ko'rinyotidi, har xil belgilar ko'rinyotidi. Ashlar degan amaliyotda shu hattoliq shu 4 amalning nimalarimi ashlar bosh simvoldir-ku. Endi o'z vaqtida shu koni arabchada var o koni arabchada sonlarni harflar orqali ifoda etgan. Agar sonlarni ma'ni bilib qo'yinglar, buni bilib qo'ying. Sonlarni o'ng tarafdan so'lga yozadi ekan. Masalan, hozir 1969 degan yozgan chog'da 1001 degan eng o'ng taraf turib bunday yozadi ekan. Keyin qandoqlarcha hozir o'zgarib ketganligi Yevropalikning ishi. U bizning u arab yoziqligining qaloqligidan emas. Yevropaliklar shuni majbur ishlab qolib turayotgan degan gapda. Mal eng oxirgi batda bu shu Al-Kashani teoriyasi degan eng oxirgi batda o'taylik. Ya, bu tugdi. Eng oxirgi batga. Yana bir slayd. Eng oxirgi. 42. slayd. Ya bu emas. 42'si. Demek ağaçmaydı. Ha? Bu yerden kirgen, lekin kirmeye kaptı da. Kirmeye kaptı mı? Nedir? Ne kılsın? Şimdi iç bakayım. Aşağıdalık ben sözlük açtırayım. Makul. Zat içilmesi meylinde. Makul. Yani bu matematikte şu Al-Kashani teoriyasi deb bir ataqlıq bir teorem var. Onu hazırgacha işitib kelyapmiz. U teorema xalqan 3 bulun qarta aytilgan. Tik bulunluq 3 bulun emas. Xalqan 3 bulun deganimiz 3 bulunninki o'lchimi yo'q degan gapda. Hamda nima tekshirlikda bo'lgan bo'lsa 3 bulunninki albatta yig'imiz 180 gradusdan bo'ldi. Lekin Al-Kashani degan hamma şarının üstündeki nimaga to'g'ri keladigan bir formula. Formulani ko'ramayapmiz. Chiqdi. Chiqdi shu. Ana ostidagi qatakchini sepagan shu Al-Kashani teoriyasiga vakolatan formula degan shu. Ma degan A, B, C deganimiz ustidagi 3 bulun var o 3 bulundan xalqan bir 3 bulun. Xalqan 3 bulun nisbatan bu 3 bulun tarafları bilen bulunlarının münasebetini atüendikilerini. C'nin kvadrattan oldu, A'nın kvadrat plus B'nin kvadrat minus 2AB kosinus gamma'nın kosinus gamma'dan oldu. Bu bir de gamma'nın da oldu ameliyatta alfa, beta, gamma her üçüge uygun keldiğen bir formula. Bu formülün geometriyada trigonometriyada ait köp işletildi. Hesaplaş nimelerde matematikine ait köp işletildi. Ama sol taraftıkisi muşununki ispatı. Bunun ispatını başlangıç okuyan olsanlar düşünerler, qarab çıksanlar. Şunda addi bir ispat ayadına ait inek gösteriyotgan. Şunu bir yerde ben sözlep cümleyle kızıksanlar şunu görüyorsanlar. Sol taraf üstündekisi. İspatlaş yani. Astidikisi o Frans astidiki o sel kızgış resim bağı o mağluq geometrik usulü içe ispatlagan bir demek ya bunu ma Fransa'nın ki bir matematik alimi eş vaxtında müştaq qılıp nıqan o eğer ködünlama Al-Kashani deydi. Le teoriya Al-Kashani degan Al-Kashani'nin teoriyasi degan shu
bu belki 16. asrlarda nashr qilingan kitobni yayınlagan deymiz şu. Aniq vaqtini bilmaymiz. Unda o'ng tarafga nima qaraydigan bo'lsak, u shu Al-Kashanininki o'zininki qo'l yozmasi, yozgan nima. Buni hamda aniq Arapça bildiğinler oku baksanlar buldu, nimeler de vardı ben tazı bilemedim. Işık sanlar bilen nimeler bilen münasebetli. Endikine El-Kashani'nin dadısı yazılan hatları var, onu torlardan tapkını oldu. Şunun da mı bir okuk görüp baksanlar oldu, eğer kızıkıdır olmuşsa. Şunun bilen bugünkü leksiyonimiz müşahede tamamlandıran buldu. Ahirki sözüm ötken ne çıkırdım dep öttüm. Bir yerde ben hem de şu izlemiş akıllık şu 12 nefer matematiklerin bir yerde retlep bir yere toplamışlar bir leksiyonu çıktım. Bunun elbette şu kamçılık yerleri buldu. Bunu toluklaş için, bunu mükemmelleştiriyor için yani şu görünmelerinki fikrini anlaşıp doğru geldi. Moşu şekli nimede ben eskig'anim moşu bugünkü real dünya bilan bo'lgan munosabatni nima qilish uchun kallamizni rushanlashtirish uchun moşu o'ttirib qo'yilgan formula yoki yeshim ma'noning bugünkü iste'molda nalarda qo'llanayotganligi alohida bir mazmun qo'shilib ketgan bo'lsa taxmin yaxshi bo'larkan deb o'yladim ben. Buldu. Qani agar ko'rinmanlar qiziqadigan bo'lsa, shuni qilsaqmi bo'ldi. Mesela meyadilla bir qancha misolni men ko'rsataman, ma formulani ishlatishni, agar pi'ninki hisoblashninki nimalari ular bor, shundami? Pi deganni qanchalik keng doirada qo'llanilganligini bilimiz, xabarimiz bor. Shundami? Bu to'g'riliq leksiya bergan qarindoshlarimiz bor. Shunga o'xshash, endi ularni ayrim tushunsak bo'ldi. Tamam. Bunu da eğer ben de şu ben bunun kızıkım özüm vaktimi çıkarım. Eğer meyle kandak mezmunda şu matematik doğruluk ya ki umumimiz itkanda fen teknik doğruluk eğer müşünde leksiyalar kızıkılan olsanlar vakit çıkarıp ulanı tayarlap nıpsam buldu. Ben tayarlığım degendek nima bo'ldi. Yaxshi ekan, ya'ni yaxshi nima qildik. Siz ma'vu bizning ağzımız aldığımızda akıllı taksi çaynap koyup verse, yutuşma iyi kildiğin derecede olur. Ama mağabalık biraz mengene Çin'e kışlarla açılıp çıkkanda koydu ikinci adamdan. Çarşısı koydu ha, Çarşıdayken. Şuna körmen kırındaşlarımız da bundan takat yetişip bulanlar havalı. Ama lazım olan insanlar bizden ümidimiz şu ki lazım olan insanlar abi öz yaşayotgan davlatlarning tilida o'rganib bo'lgandan keyin yoki o'rganayotgan mezgillarda to'xtab turib mashina o'zimizning tilda qanday tushungan degan shaklda bir ko'sa pirslangan shaklda chiqadi-ku va sizning taqdim qilayotgan hozirgi mazmuningiz. Ada bo'lgandan keyin hazm qilishga oson bo'ladi. Bizim umid qilgan narsamiz shu bo'lgan. Ya o ma yaxshi fikr bo'ldi ham. Hem de şu bir vakit çıkarıp hem de hazır emas bir azrak tayarlık kılay. Muşuldaki en başlık için geometriye doğurmuş. Ama geometriye doğru benden çıkaramlar soraydı ki ne için andak deyimiz bundak deyimiz diyen yaplar çıktı. Geometriye ben bir saat bunda birini sözlep bakay. Şunun da addi emmeden düşündüğüm misallarını keltirip zaten geometriye diyen değil mi? Ama ben de bütün o Euclid'deki elementler diyen kitabındaki misalların azak bulduğu endeki hazır işletiyotgan nimden. Mesela üç bulununki çıkış bulunun bir misal alayım. Ama ben dedim o sinus'unki misal sinus'un A'nınki kıymeti A bilen nime A'nın C'ye olan nispeti diyen gibi. Eğer üç bulunu mesela üç bulunu aldığım olsa karanlar mı? Yedmen üç bulunu göstereyim. Hadi bak. Bugün söz kim kaldı mı ne? Bana karanlar mı üç bulunu alayım, değil mi? Eğer üç bulunun ma bulunu bildiğim olsa, şundan mı? Ma uzunluğunu bildiğim olsa.
Қалған Yo'q, ma'ni emas. Masalan, bu bir tog' bo'lsin qanaqa. Ma tog'ning bir cho'qqisi bo'lsin. Ya bu tog'ning egizligini bilmoqchi bo'lgan bo'lsak, biz nimani bilishimiz to'g'ri keldi deganda, bulungninki nimasini o'lchimini bilsak, nima? Aniki ma'ni uzunligini bilsak, ani egizligini darhol hisoblab chiqa olamiz. Chunki ikki taraf orqali ani hisoblay olamiz. Shunday misollarda. Endi buningki hatto ma uzunligini mi, yanto'ning uzunligini mi, shunaqa matematik formulalar bilan hisoblab chiqqan bo'ldi. Egizligini hisoblagani bo'lmaydi. Chunki tog'gandan keyin biyani mayaga bo'lgan nimasini qo'shib to'shitish beyag bo'lishi kerak. Shunroq turib. Bu amaliy narsalardan kelgancha, andikini haliqi masalan Pifagor teoremasi deymiz. Pifagor teoremasi hozirgacha ishlanmayotdi. U nayt ko'p ishlanib. Pifagor teoremasi nima degan? Yer o'lchashlarda ishlanib kelgan. Yer o'lchashda agar bir yerni bo'lish to'g'ri kelsa, uning bir yiqida ko'l bo'ldigan bo'lsa, ularni qandoq qilib oyoqning nimalarini ish qilib bajirqini o'tgan bir aytdi ism kabayatda bilmasa. Ashta xususiyatlarni foydalanib bilchu alik adam bağını bulmaydigan, ölçügü bulmaydigan taraflarning uzunligini ölçüp bu ölçüşlerden kelgan narsa. Bu nimada paraiz ilmi deb olgan biz bu diniy saatliklarda. Nimani? Paraiz ilmi deykin geometriyaning yana bir xil atılışı o'xshaydi. Paraizmi, faraizmi? Ashta deyildi. Yani miras ilmi deyiladi ekan. O Al-Xorazmiyninki qo'y deyman, shundan kelganlar. O'xshaydi. O Al-Xorazmiyning ismi atalgan bu yerda. Olabilir. Ama bizden de şu biraz eğiz dilinden anlap esimde kaptı. Şu bir rahmet ölüp gitti. Bir braderimizin dadısı vatanda tibik aleminde. Ama miras ilmide en yaxşı nima qiladigan taqsim qiladigan deb namoyish qilgan. Shu Al-Xorazmiy shu vaqtlar shu ishlarni jiqqan. O'tgan u to'g'riliq bir inchiq to'qilib ketmadi. Ashadiliq miras hisoblash, mulkini bo'lish, nimalar bor, algebra degan shuningdek kelib chiqqan. Balkim u odam ashulaqa koni arabcha kitoblarni o'qigan bo'lishi mumkin. Shu yerlarda ashtaq atalg'ular bo'lsa izsak bo'ldi juba shunday hozir bizim bu arabcha u birimdan tashlab bilmagandan keyin zodi nima deb atatdik deganni bilmayman. Endi menchi buni arabcha demasdan-ku, arabchada ashta atalg'u bo'lsa-ku, shuni uddul ishlasak bo'laverdi. Chunki uning tigini surishtirib kelgan tigi shuda, shundami? Al-Xorazmiy nima degan bo'lsa, shu bo'lishi kerak. Masalan, algebra degan so'zni olgan bo'lsa, al-jabr degan so'z. Dunyo e'tirof qiladi. Algoritm degan Al-Xorazmiyning ismi degan gap. Shundami? Shuning o'xshash nurg'un Tusi Juptisi degan Tusining ismi bilan kelgan. Shuning o'xshash usulda uni yana o'zimiz uningga nima atalg'u ijod qilib yurishni hojat. Tayyon ishlasak bo'laverdi demoqchi. Endi bizda en cho'ng to'salg'i bizda bir davlat bo'lmagandan keyin bunday narsani sistematik pul to'lab abayman degan men biz anglab chiqqandek bu shu tanishtirgan hamma olimlar degidek o'z vaqtida shu podsholar, boylar, nima bilan bu diqqatim chekdi mening. Hammasini tarixiga qarasak, 1000 yilning burun oldikenda nima davr surgan hokimiyat shu chog'da shunday fursatlarni ta'min etgan. Ashnakinda bu yerda bir narsa borku, yana bir qiziqarli nima bunun bir leksiya so'zlash tegishli bir narsa. Men hozir hozir men deb o'tdim 1929-yilda Al-Qashani yurgandagi musulmonlarning ichidan bunday qatag'li matematiklar chiqmadi dedim-ku. Ammo hozir bir nima bor, bu Arab Amirati, Qatar deganda mushta bir qancha davlatlar bor-ku, shu o'z vaqti Iroqni shunday qilamiz degan, Iroq keyin urushlardan shu o'z vaqtidagi shu islomninki oltin davri qaytaramiz deb shu to'g'riliq nurg'un mablag'larni qilishdi. Siz nimaga bordingiz degan o'qidim Dubayga. Dubayga boradigan bo'lsangiz ko'rsiz shu taraqqiyotni. Hayron qolasiz. Ammo yenidagi ba'zi bir sal nimalar davlatlarga borgandek u boshqa dunyoda qaloq xuddi shu
neçe ming yıldan burunki adamlar yaşayotlar. Arap Emirliği bardıgan bolsa dünyada en büyük ilgiz bina şu yerde. En çok baza şeyde. Üy zalının işçili sağın en çok muz teliş be nimeleri. En kıymet mimarxanalar. Aşı en neresi şunda isil aşı ne kuatında. Bularni aşında ne demiz emdirke. İlimperver mi? İlimperver padişahlar açıyor. Şunu yeteklemez. Şunu diktatörlükle bu tamamen bu başka yapılar. Diktatörlükle tamamen yaman diklemaydı. Bu Almamun, Al-Reşid öz vaxtındaki Bağdat'taki. Bunların hemmesi ma'lum cihetlerden nahayet zumger diktatörler. Lekin ular ama okşamağa hobileri olganken. Şu ama pen teknik gelgen çağda ular diyen hakikaten nurgun işler. Köp rahmet. Oldu. Ama TV itibarı bilen mesela siz şu böyle matematik sahasında cehapleşiş ulaştığınızda bu şu bayan kılıngan bütün şu Müslüman alimlerden menbelengenlik alakadar Garip dünyasından göz karışkanda mesela nemenin küçüğü de eskildi ve çekinip geçiş sebeplerinin nemeden de izahlaşta terişedi. Bu bir çoğun sual olup kaldı ya. Bunu hazır talaş tartışıyor yamancı. Ama ben bir nesin dedim o hazır garip dünyasıymış Avrupa'dan bağı. Bunu muşunda kitaplarını yazganlar hazır aşında geplerini uçuk davatıdı. Mani aslı Avrupalılar kılan emas. Müslümanlar kılan diyen geplerini davatıdı. Yani rasıl insanlar diken çıkıyor. Yeni bir nime yani ama İslam dünyasında mı cıhtalah tartışlar var hazır diyen mesela şu pen teknik degan çat qanda muamele qilish kerak. O'z vaqtida mushtaq qilgan, hozir nima ishlashda qilolmaymiz degandekchi yomon jiq mazmunlar bor. U andiki atabay deb o'tdim shu Arabdagi bir qancha davlatlar masalan Arab Amirati, andiki Qatar, yana qaysi davlatlar Kuvayt degan bu davlatlar bor. Shu ilm-fan sohalariga xeyli pul ajirtdi. Pul ajirtib tadqiqotlarning ishlariga shu ko'ngil bo'lyapti. Iroqdan kelgan Mishel multijilab kelib qolgan mana bu texnik sohasidagi insonlarmi Mishel hali ozliq ishlaydi. Ya'ni iqtidori e'tirof qilindi. E'tirof. Shunday. Unda olsa vaqtni nima qilmaslik uchun Mishel to'xtaldi. Bu daqiqatimizda fursatimizda nimalarni taqdim qilish haqida biz keyin muzokara qilamiz. Biroq şeylerki qarindoshlar fikrlarni qo'yib qo'yinglar, mayli nimani anlaydigan qilib talqa qilolmaydigan bo'lsa ben bu so'zlaydiganga bilmayman hech qanday gap. Ya rahmat zaten. Rahmat sizga Ahmadjon, ko'p avar bo'ldingiz. Qarindoshlarim rahmat anglag'uvchilar. Xo'sh. Sizdeki o'ziniki sohasida izlangan qarindoshlarimiz o sohala aplashib ketgandan keyin bu media sohasida bunda bo'sh o'rin yo'q, ta'tin qilib beray desa, hamiz kontrollikda yoki ma'lum maqsad nishonda chamberning ishida harakat qilganda qiladi. Millatning manfaati o'ylanishilmaydi. Davlat bunga mablag' solmaydi. Bizning manfaatimizni istaydigan davlatlar. Ya'ni bizning hokimiyatimiz demoqchimda, hokimiyat yo'q o'g'ashqa. Anda bo'lgandan keyin bizlarga shu abisanlar xizmat qilish tushudanda. Shu ilmni taqdim qilishni xohlasang, albatta biz assistent yani yordamchi bo'lishga farmon berdar yani. Qani biz hamda sinoq darajada mushunchalik so'zlab qo'ydik ham qolganlarni endi azroq ilhom. Menimcha qo'rqmaslik kerak-ku. Bu xato qilsam nima bo'pti deydiganlar, nima bo'lgan bo'lsa. Mishalda hamda biz mashlar deyotganmiz, shu program boshlagandan tartibmi, bilmayman eskiganim shu, bu yerda chiqib so'zlab bir insonga bir inoat qo'shilgan emas shu bu. To'g'ri. Yo'q. Xalq avomninki hamda bir azroq ba'zan bir keladigan bir xushalliklar bo'ladi, manfaatni qoldigan umidlarimiz bo'ladi. Ashundan xizmat qilib qolamiz deb o'ylab qolamiz. Ya'ni bir narsa sizdeklarning shu
ilm ahillarining muşun vaqt chiqirib 2 soatlik ishga beray deyishik vaqtini sarf qiladi shu. Shuningga loyiq biz narsa qaytmaydi bizdan sizga bo'lmasa. Ya u bir yana bir sabab borku. Bu yerdan bizniki bu hokimiyatning yo'qligidan emasku ba'zi narsalar. Nereden bo'ldi deganicha bu fan texnik sohasidagi narsalarni tunishtirish biraz tez narsa u bir. Aniga yana birisi anglag'uvchilarni topmoq uchun haqiqatan tez. Bu mening emas, men tunegimda aqtirib baqdimchu bir dunyoda atoqliq matematik chiqib ashada oddiy bir nimani so'zlab chiqdi. Uni endi ularga cho'nqir kirib ketmay nima qilay deb asosan qisqacha matematikaning qisqacha tarixini so'zladi. Shunday yaxshi so'z. Ko'rgan odamlar qarsamchi sizning nimangizni savitingizga soni yetmaydi ekan. Hayron qoldim. 200 yil bo'libdi chiqarib qo'yganiga. Men shunda qiziqib oldim. 1700 view turdi. 100 ko'rganda 1700 keldi. Shundaqda u jiqlar shundoq u bizning nimamiz emas. Lekin buni qiziqarli haqni jalb qildirib so'zlash, uni shu abstrakt qonunlarni haqqa yetkazish bu bizga to'xtagan bir nimadan o maktabda shundoq to'g'ri matematika geometriya desa beshimiz og'rib ketadi yeshinglamab deb tashlab bersa zaten jimjit o'tirib ishga kirib ketib chiqarganlarimizdan ozdi. Ama ijtimoiy fan sohalarida shu qiziqarli anglab tang mulohaza qilib so'zmanlik qilib gapdonlik qilib yamish bitan qizg'in o'tadigan gap. Ma'lumki aqlning sho'qindi ekan matematika ilmi biraz ters yani davan. Muzdaq yamashqanga o'xshash bir ishga. Ya men bu şu her qanday kasb egisini şu sizningki olanda yani boshqalarga ikna qilgan o'zi chiqib hozir bu chiqib ketdi ikronlashmadan so'zlab turgan yaxshi bo'lmasa o'rgangan narsa mana mening uyimda bir uy kitob turdi o'qiganlar nurg'unlarni o'qib chiqqan shu bilimlar kim bilan ketdi idoramda balki emasroq bir yerda ishlatdim qolganlar nerede qoldi men ketib qolsam men bilan ketadi shundami hammadan shunda bilgan narsani ancha-muncha haqqa qoldirib qo'yib haqqa o'gitib qo'yish ham o'sha ilmiy sohasida ishlaydigan odamlarniki bir endi majburiyati demayman endi shu ishlarni qilsa bo'ldi deb qarayman-ku men. Allah razı olsun. Hem bu hem ilimning bir eng cho'ng ortiqchiligi desa o'rgangan chog'da 50-60% o'rganadigan, o'rgatgan chog'da 80-90 balki 100% o'rganadigan. Şuna şu mucizetimi şu menfaatlar bo'lalayda taqdim qiluvchi. To'g'ri. Bunun huzurni şu eski taqdim qilganligi kerak shunda. Ya bu ammish o'xshashga qadam bildi qadrini. Biz meyada mana ishimiz bir şeyde chiqib 2 soatda so'zladik. Bu 2 soat men qanchalik tayyorlik qildim. Siz shunun qanchalik shuni ajrsiz bo'ldingiz. Buni siz bilasiz, men bilaman. Qolganlarni shuni bilish uchun o'zlari qilib baqishgan. To'xta, men odam tonishtiraman deyman. Tonishtiraman deydigan bo'lsangiz, o'zingiz chiqib shu narsani tonishtirib beqing. Endi kim bilasiz-ku? O bir narsani qarab 3 bulunkan men bilmem ol deydigan gap emas. Shu 3 bulunni haqq tushundirish uchun qanchalik ajr singdirish uchun matematika dars o'tgan o'quvchilar biladi. Fizikaning oddiy bir narsani bunday yerga tushidi degan narsani tushuntirish uchun fizik o'qituvchilar tazobdan bildi. Shuni o'xshash hamma fanlar shundaq-ku. Shuni o'xshash narsalarda. Bu uzun gaplar kirishib ketdi. Rahmat Ahmadjon sizga. Vaqtimiz ketib ketdi. Sizlar kashf ketdi. Ma'qul. Yana ko'rishamiz. Hammalarga rahmat. Sizga rahmat. Aman. Muhtaram qarindoshlar, ko'ngildek musulmon olimlar 1000 yilning oldida o'ttirib qo'ygan nurg'un shu matematikaga aloqador bugungi taraqqiyotninki asosiy yildiziga urug'larini tikkanligi, g'arb dunyosidagi olimlarning ba'zilari uning sho't qilib turib, undan foydalanib turib, keyingi taraqqiyotlarni qo'l keltirganligini eslatadigan bir programni diqqatingizga sungan bo'ldim. Bizdan hozir qadar bu nimaninki
Estağfurullah. Ma'lum mustamlika tajovuzchi Xitoylarninki dindan uzoqlashtirish yoki so'ytilish xarakterdagi islomni qaloqlikning ifodasi deydigan ang tushunchalarga sabab bo'ladigan manbalar bilan zararlangan qarindoshlarga bu biroz foyda qiladi deyishga bo'ladi. Xuddi ishning g'ich-g'ichidan 2 misqal, havoning guldirmishidan 5 misqal so'qab oftob silib, shamolda quritib, yeb bersangiz foyda qiladi deganga o'xshash bir murakkab resep. Mushuni biroz ixlos bilan anglasangiz aziz qarindoshlar, mushu fanning din bilan qarshi emasligini tushunalimiz. Manfaatlar bo'lishinglar uchun do'stlarga tavsiya qilib qo'ysanglar, bo'lib yosh o'sib yetilayotgan diasporada o'zining yashayotgan davlatining tillarida bu tabiiy fan sohalarida qiynayotgan bolalarimizga, avlodlarimizga qo'yib bersanglar, tavsiya qilsanglar, manba shaklida ko'rsatib qo'ysanglar, bu olimlarimizningki ilmini o'z tilimizda hazm qilib olishiga, manfaatlar bo'lishiga foydasi bo'lib qoladi degan umiddamiz. Bo'lgan bo'linglar, inshaalloh programmalarimiz yana kuchimizning yetishicha normal davom qilamiz. Har hafta davom qilayotgan programmalar bor. Yangi programmalar bor, o'zimiz taqdim qilsak. İnşallah vaqtida xabardor bo'lishni istagan qarindoshlar do'stlik chamberigimizga qo'shilib olinglar. Bundan boshqa adresimizni do'stlarga tavsiya qo'yamiz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.